dunyoga mashhur o'zbek bokschini uylariga mehmonga keldi. Ularning ismlari Bahodir Jalolov. Pul haqida gapirishni yoqtirmaysiz, bilaman. Lekin endi baribir biz so'raymiz. Do'stlar, tanishinglar, Isroil Madrimov. Jonda ko'chalarda oxirgi marta qachon urishgansiz? Urib ko'rsatib qo'yganmiz. Eng taniqli o'zbek boks trenerlarining uylariga mehmonga keldik. Ularning ismlari To'lqin Qilichov. Sir bo'lmasa bu uy necha pul turadi taxminan? 300 ming dollar. 2019-yil prezidentimiz pazarga qilganlar. Yana nima katta sovg'alar bo'lgan? 200 ming dollar pul bo'lgan. Uyg'urni o'zida agar vazn bo'lsa yolg'izot tepaman-ku. Akay-City. Nikitina mahallasida uyingiz bor. Surxondaryoda uyingiz bor. Yana qayerda uyingiz bor? Och qolgan sportchi ko'proq motivatsiyaga ega bo'ladi. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi loyihamizning nomi O'zbekiston bokschilari qancha pul ishlab topishadi, qanday yashashadi va nimaga O'zbekistonda unaqa kuchli boks maktabi degan savolga javob berishga harakat qildik. Bu loyihamizda biz Bahodir Jalolov, To'lqin Qilichov, Isroil Madrimov, Fazliddin G'oyibnazarov, Hasanboy Do'smatov bilan suhbat qurdik va albatta sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Jahongir qani qolgan boksyorlar degan. Hammasini biz taniymiz, hammasini hurmat qilamiz. Shahram Giyasov, Jo'xon Ergashev, Bektemir Meliqo'ziyev, Murodjon Ahmadaliyev, lekin hamma bitta loyihaga sirmasdi. O'shaning uchun biz birinchi loyihani birinchi qismini oldik. Agar bu video 50 mingta layk yig'sa, albatta ikkinchi qismini suratga olamiz. O'shaning uchun do'stlar, harakat uchun layk, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bu loyihada maksimal eksklyuziv bo'ldi. Har bitta boksyor o'z uyiga mehmonga qo'yib yuborishdi. O'shaning uchun harakat uchun respekt va bu videoni qilishimizni o'ziga bir 3-4 oy ketdi. O'shaning uchun harakatni ko'rib, qo'llab-quvvatlab olasiz degan umiddaman. Toshkent, O'zbekiston bokschilari videomizdan boshlaymiz. Ketdi. Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun bizda mutlaqo eksklyuziv. Bugun biz O'zbekistondan chiqqan butun dunyoga mashhur o'zbek bokschini uylariga mehmonga keldik. Ularning ismlari Bahodir Jalolov. Qanday qilib Surxondaryolik oddiy bola dunyoni eng taniqli bokschilarga aylangani haqida bugun suhbat ko'ramiz, uylarini aylanamiz, necha pul ishlashlarini bilamiz, o'z boksda pul bormi, nimaga O'zbekistonda unaqa boks maktabi kuchliligini aniqlab olamiz. Qani boshladik, ketdi. O'ylanu, bitta o'yindan keyin postanova qilmaslikka harakat qilamiz. Mana Bahodir aka sirazu ovoz taqib boshlayveramiz. Bahodir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ko'rib qolsansiz. Yaxshi, rahmat o'yishcha. Shunda ovoz taqib olaylik. Bahodir Jalolov 1994-yil Surxondaryo viloyatida tug'ilgan. 2006-yilda Chirchiq Olimpiya kollejida boks bilan shug'ullanishni boshlagan. 2017, 2019, 2021-yili Osiyo chempioni, oltin medal. 2019-yil Yekaterinburgda o'tkazilgan jahon chempionatida oltin medal kiritgan va 2020-yil Tokio olimpiadasida chempion bo'lgan, oltin medal qo'lga kiritgan. Keling, kiramiz aka. Bahodir aka, shundan boshlaylik. Qayerda biz Bahodir aka? Maksim Gorkida, mana uyimda. Nikitina mahallasida. Nikitina mahallasida. Siz uyingiz bu. Eng qimmat O'zbekistonning eng qimmat mahallalaridan biri. Balkim-da. Yaqinda oldingizmi bu uyga? 1 yilcha bo'ldi olganim. 1 yil bo'lmadi hali 1 yilcha. Undan oldin qayerda yashardingiz? Domda yashardim. Akay-City'da adashmasam. Da. U uy nima bo'ldi? Turibdi. Turibdi. Da. Sir bo'lmasa, taxminan bu uy necha pul turadi? Endi sizlar faqat shu puliga qiziqasiz. Endi bu bir yaqin akamiz uyida arzonroq qilib 300-400 mingga tushdi bu uy. 300-400 ming dollarlik uy, bo'ldi. Mehmonga kirib aylansak bo'ladimi? Kerak. Bu yoq zal. Bu zal. Shu yerda mehmonlarni kutasiz-a? Zalimiz. Bu kimdir sovg'asimi deyman? Da, bu sovg'a. Kim sovg'a qilgan sir bo'lmasa? Kimdir sovg'a qilgan eslolmayman, shu anaqa sovg'a qilib tashib ketishgan, anaqa nimani ichida. Tillamasmi bu? Yo'q, bo'lmaymi tillamas. Anaqa mana bu yoqda anaqa bitta какой-то o'zlari chiqarishar ekan, shunaqa ismlari bilan yozib berishgan. Bo'ldi. Dahshat.
Xo'p, men intervyu Mana buni Rossiyada jahon chempionatida podarka qilishgan. Anaqa rossiyskiy qanaqadir suvenir. Ular o'zini Yekaterinburgda jahon chempionatida. Da, o'sha yerda. Hatta anaqa pososiyadagilar kelib sovg'a qilishgan, o'shani O'zbekistonliklar. O'zimizdagilar sovg'a qilishgan. Bu anaqa Zamin yulduz o'tgan kuni yutdim. Anaqa nimalarim hamma joyda yotdi. Surxondaryoda uyimda, Alayskida uyimda, yana bitta uyimda, hammasida medal, diplomlar bitta joyda saqlamayman unaqa. Hamma joyda. Sal sanasak bo'ladimi? Qarang, Akay City, Nikitina mahallasida uyingiz bor. Surxondaryoda uyingiz bor. Yana qayerda uyingiz bor? Uy ko'p. Dubay, Amerika. Yo, chet eldan olishga ulgurmadim. Xudo xolasa, niyatimiz Dubaydan olmoqchiman lekin. Dubayda niyat bor. Inshaalloh. Lekin hamma uy O'zbekistonda. Hamma O'zbekistonda. Bo'ldi. Tak. Men bitta intervyuni tomosha qilganimda, bu yoq kuxnya. O'tda aytgansiz, bolalar bilan biz birga yashardik xonada. Da, bitta 7 ta 8 ta. Chirchiqda ikki xonali xonada yashardik. Bu oshxona edi. Bu kuxnya. Hali kelin yo'q bilishim bo'yicha. Yo'q, kelin yo'q hali. Qachon niyat bor? Niyat bor inshaalloh. Xudo nasib etsa. Topdingizmi deganlarini? Yo'q, hali. Hali yo'q. Yo'q, hali topdim. Hamma fokus shu sportda. Da, hali sport. Inshaalloh, lekin bu yil uylanish o'zi harakatdamiz. Qiz bo'lsa, Xudo xohlasa yaxshiroq, solih qiz uylanamiz. Do'stlar, Boqidir akani mana shu akkauntlarni ko'rsatamiz. Yaxshi qizlar bo'lsa, yozinglar. Xudo xohlasa. Tak, bo'pti, xo'p. Shu bolalar bilan sal gaplashaylik. Yashagansiz, nechta odam yashagansizlar Chirchiqda? Man, Isroil, Murodjon, Elnur, Mahmud Gayipov, Zuhriddin Mahkamov, keyin Akmal Hasanov, hozir Akmal Hasanov zbornida trener, Mahmud Gayipov, Zuhriddin Mahkamov Amerikada hozir ular. Amerikada ishlashyapti, mehnat qilishyapti. Aliyor Noraliyev bo'lgan bu yoqda. Murodjon ham Amerikada. Murodjon ham Amerikada hozir. Ko'p aktyorlar Amerikada. Shu hozir hammasi Allohga shukr, o'sha birga turganlarimiz hammasi yo'lini topib, sportdan bo'lmasa ham boshqa tomonlama yo'lini topib ketishdi hammasi. Yaxshi joyda. Hech kim qolib ketmadi. Yo'q, hammasi yaxshi uyli, joyli bo'lib, hammasi yaxshi uylanib, sharoit qilib olishdi hammasi. Lekin o'sha payt birga yashaganingizda qiyin paytlar bo'lgan-a? Juda qiyin paytlar bo'lgan. Endi daji shunaqa do'kondan borardik-da, ko'chada sotardi kampirlar, anaqa suyak sotardi. Suyak olardik-da, qaynab tashardik, 3-4 soat qaynardi, o'shani ichardik, o'sha kuch bo'lardi bizga. O'shanaqa yashaganingizda shu o'ylaganmisiz, shunaqa uylarim bo'ladi deb? To'g'risi bu yoqqa bu uyga kelganman oldin, bundan bir 4-5 yil oldin kelganman, u aka yashardi, mehmonga kelganman bu uyga, mehmonga kelganman. Niyat qilganman-da, xudo shu mahalladan bo'lsin uyim deganman-da, chunki juda ham yaxshi ko'raman bu mahallani. Chunki biz Maksim Gorkada katta bo'lganmiz, chunki Chirchiq, Toshkent, через Maksim Gorka ketiladi bu yoqdan. O'sha Maksim Gorka yoqadi menga. O'shani shu yoqdan deb niyat qilar edim. Alloh nasib qildi, niyatimiz amalga oshdi. Allohga shukr. Bu uyda Alloh berdi. Bu hali boshlanishi deydi-ku, xudo xolasa niyat qilganmiz. Bundan yaxshiroq nima yana? Dubayda villa? Inshaalloh odam mehnatiga yarasha oladi hammasini, xudo xolasa. Mehnat qilamiz, mehnatimizga yarasha olamiz. Lekin do'stlar, eslatib o'taman, Nikitina O'zbekistonda Toshkentda eng qimmat mahalla. Hammaga nasib qilsin. Inshaalloh. Gap yo'q. Bu yerda bolalar bilan PlayStation o'ynaymiz. O'zim anaqa nima qilmaganman, shu ko'rpani to'shaladi mana shu yoqda, yotib olib PlayStation o'ynaniladi. O'zingiz mana reklamangiz Artel. Mana Artel o'zimizda ishlab chiqarilgan, o'zim reklama qilganman bu konsessiyada. Ko'pchilik nima qilishadi? Artelni o'zingiz uyingizga qo'yganmiz, mana Artel. Do'stlar, Artel bizga pul to'lamagan, lekin Boqidir aka uylari yo'q bordi, o'shaning uchun mana ko'rsatamiz. Kesib olmaymiz bu tarafini. Bu sizga yana nagradalaringiz. Bu endi qanchadir ozrog'i, chunki malkim shu oz qismi, chunki 70% Surxondaryodagi uyimda. U yoqda o'zim uy xona qilib qo'yganman. O'ta ham hovli. O'tda hovlim katta, 30 sotkalik hovlim bor yoqda. Katta 2 etajlik hovlim bor. O'sha rahmatli dadamdan qolgan, uni remont qildim o'zim. Boshida sotib olmadingiz? Yo'q, uni sotmayman, u qolgan. U hozir mana 29-kuni uchib ketaman u yoqqa. O'tda kim yashaydi? O'tda hech kim yashamaydi, faqat shu qarab turishadi, hech kim yashashmaydi. Ya'ni yangi yilni o'sha uyda kutasiz. Yangi yilni men har yili o'sha uyda kutaman. Agar Amerikada bo'lmasam, O'zbekistonda bo'lsam, обязательно o'sha yerda kutaman. Aksiyalar, kriptovalyuta, trading, do'stlar, shu sohadan juda ham ko'p savollar keladi. Undan tashqari bu traderdan intervyu oling deysizlar. Intervyuni hali bilmadim, lekin o'zimni bir tanish
kuchli treyderni YouTube kanalini sizlarga tavsiya etmoqchiman. Uning ismi Feruzbek Aliyev. Do'stlar, Feruzbekni o'zim anchadan beri taniyman va shu sohadan u bilan maslahatlashib turaman. Feruzbek Shvetsariyada o'qigan shu sohaga. Undan tashqari 5 yildan ortiq tajribasi tradingda bor, praktik, boshqaruvida $1 million dan ko'p summalar bor va undan tashqari o'zining o'quv markazi bor. Oddiy qilib aytganda, realniy praktik trader. Va nihoyat Feruzbek Aliyev o'zining shaxsan YouTube kanalini ochdi. U yerda u juda foydali ma'lumotni sizlarga tekinga taqdim etyapti. O'zim ham qiziqib ko'rdim. Misol uchun Bitcoin qachon $100 ming turadi yoki mashaynik traderlar haqida ma'lumot yoki xonadon sotib olganingiz yaxshimi yoki u pulni Tesla'ning aksiyasini tikib sotib olganingiz qulayroqmi degan savollarga javob bor. Shu loyihamizning tagida Feruzbekning YouTube kanaliga havola bo'ladi. O'tib obuna bo'linglar. Mendan salom aytinglar va intervyuni davom ettiramiz. Do'stlar, tanishinglar, Isroil Madrimov. Isroil Madrimov 1995-yil 16 fevralda O'zbekistonning Xorazm viloyati Xiva shahrida tavallud topgan. 75 kilogramm vazn toifasida iste'dodli bokschi. Boks bo'yicha Osiyo chempioni, professional boksda 8 ta g'alaba va 1 ta durang, havaskor boksda 84 ta g'alaba va 20 ta mag'lubiyat. Isroil aka, qayerda biza? Biz Toshkent shahar Parkentskiy tumanidamiz, Parkentskiy mahalla. Shu yerda uyimiz joylashgan. Bu yerda Volkan Qilichev ustozim ham yashaydi, Murodjon Ahmadaliyev, Bektemir Meliqo'ziyev. Hammamiz shu yerdamiz. Oddiy qilib aytganda boksyor mahalla. Ehtiyot bo'lib yurish kerak bo'pti. Ko'rishim bo'yicha mana keldim, mana mashinangiz turibdi, Malibu. Malibu. Turbo anti breloklari turibdi, shunda Isroil degan yozuv bilan. Buni Osiyoni yutganingizni sovg'a qilishganmi yoki sotib olganmisiz? Yo'q, buni o'zim sotib olganman. Uni professional boksga o'tganimdan keyin o'sha ozgincha o'sha mablag' ishlashni boshladik. O'shandan keyin sotib olganman o'zim. Osiyoni yutganingizni necha pul berishgan? Paytda o'sha 80 millionmi o'shanaqa bo'ldi. 80 million, taxminan $7 ming. 7 ming, 8 ming dollar ketdi. Nimaga ishlatgansiz u pulni? O'sha payti uydagilarga berganmiz. Shu uyga ishlatilgan. Birinchi katta pul bo'lganmi unda boksda? Eng kattasi shu bo'lgan, chunki ungacha ham havaskor boksda unaqa katta natija ko'rsatmaganman. Endi Osiyo chempioni bo'lganmiz, boshqa, lekin eng kattasi Osiyo o'yinlari bo'lgan. O'shanda shunaqa mablag' ishlaganman. Necha yosh edingiz Osiyo chempioni bo'lganda? Osiyo o'yinlarini yutganimda 22 yosh. Navbatdagi g'alaba, oxirgi jangdagi ajoyib g'alaba barchaga muborak bo'lsin. 22 yosh. Ya'ni undan oldin bir taxminan 10 yil sport bilan yashagansiz. Hech qanaqa unaqa mablag' haqida Yo'q. Faqat uydagilar shu uydagilar yordam bergan, yordam berishgan, chunki ularni bilishim bo'yicha Xivada tug'ilgansiz. Xivada. Xorazm. Xorazmda. Qanaqa oiladansiz? Oddiy. Onam bankda ishlaydi, dadam o'zlarining tegirmon nimalari bor, o'shanda ishlardilar. O'shalarda shunaqa oilada katta bo'lganmiz. Nima deydi, ota-onam alhamdulillah o'qiganlar, bizni ham o'qitdilar. O'sha meni sport yo'nalishiga yubordilar. Ukamlar u ham sport yo'nalishida o'qiydi, singlim ham o'qishda hozirda. Endi nima deydi, lekin baribir shu oilamiz o'qimishli oila desak ham bo'ladi. O'qigan. Ya'ni boy badavlat oila emas. Yo'q. Oddiy oila. O'rta. Xo'p, nima his etgansiz mana shu Malibuni sotib olganda? Menimcha endi nechinchi yil olgansiz bo'lyapti uni? Buni to'g'risini aytsam 1 yil bo'ldi olganimga. Undan oldin nima haydardingiz? Undan oldin mashinam yo'q edi. Undan oldin mashinangiz yo'q edi. Mashinam yo'q edi. Mana uy olganman undan oldin birinchi marta. Chunki biz o'zimiz viloyatdan kelgandan keyin birinchi muammo uy bo'ladi. Ya'ni uy bo'lmagan, uydagilar olishmagan, uy sotib olgansiz. O'zimiz sotib olganmiz. O'sha sababli birinchi uy olib, keyinchalik yig'ib mashina olganmiz. Shunga sekin-sekin hammasi alhamdulillah bo'lyapti lekin. Tabriklaymiz. Nech pul ekan Malibu hozir? Endi bilmadim, hozir ko'tarib ketdi. Nech pulga oldingiz? O'sha payti adashmasam 30 mingcha bor edi. 30 mingcha.
Uyni necha pulga sotib oldingiz? Buni oldin sotib olganman, o'zi 2018 shu keyinchalik 2020 adashmasam ko'chib keldim-da. Chunki unga yetadigan nima yo'q edi, mablag' remont qilishga boshqa keyin yig'ib shu 2020-21lar ko'chib o'tdim. Necha pulga tushdi? 34 mingmidi o'sha paytlari, shunaqa. Remont qancha? Bitta 15 mingdan. Bitta 15 mingdan. 50-55 mingga tushdi. Da, shunaqa. 55 ming. Kirib ko'ramizmi? Do'stlar, birinchi marta bizning loyihamizning mehmoni uyini prям qattaligini ko'rsatishga qo'rqmayapti. Endi boksyorlar nimadan qo'rqadi? Kelinglar. Xush kelibsizlar. Rahmat, mehmonga chaqirganingiz uchun. Qiziq voqea bor edi do'st. Shonni sotib olganingizda. Bu uyni o'zi sotib olish planda ham, xayolda ham yo'q edi. Akamizga uy qarayotgandik. O'shani birgalikda keldik. Ular olmasdan men olib ketganman-da. Birga qarash kelgansiz. Birga yo'qmagansiz. Shunaqa qilib turib, o'zi menda ham pul bo'lmagan bir tiyin. Shunday tanishib qolib, uy nimasi bilan kelishgansiz. Shu menga yoqdi, shu pul topaman deb yaqin akamdan so'rab turganman. Berib turgan shu bahona olganman-da. Shunaqa sayr qilib chiqamizmi? Bo'ldi. Necha xonali? 2 xonali uy. Bu yerda nima? Yotoqxonam, zal, kuxnya. Bilishim bo'yicha yaqinda uylandingiz. Uylandim. Shu yerda kelin bilan yashaysizlar? Ha. Voy. Yap. Men bu suvlarni uzr ko'rsatmaymiz, anonslar, представительsizlar. Bizda sponsor deydi-ku. Sponsor, ha? Shunga. Bilasizlar. Xo'p, bu zal. Zal. Xo'p. Zal, kuxnya и shunda ko'rib chiqaylik. Qatta Isroil Madrimov ovqat qiladi o'zi. Mana oshxona. Bo'ldi. Qanaqadir pitaniyangiz особенныйmi? Yo'q. Hozir O'zbekistonda u nimani iloji yo'q. Chunki osh bo'lsa oshi. Bu yerda diyeta ushlashni почти iloji yo'q. Lekin ozgina kontrol qilsangiz bo'ladi, lekin dietada bu yerda ancha qiynalasiz. Chunki hamma bilasiz, mehmondorchilik oshxonasi bo'ladi, o'shanga iloji yo'q. Iloji boricha biz Amerikaga ketib, shu yerda tayyorgarlik qilib, diyeta ushlab, shu yerda. Do'stlar, bugun biz O'zbekistonning eng kuchli va eng taniqli o'zbek boks trenerlarini uylariga mehmonga keldik. Ularning ismlari To'lqin Qilichev, Bahodir Jalolov, Murodjon Ahmadaliyev, Isroil Madrimov va ko'pgina taniqli o'zbek boksyorlarni tarbiya qilgan inson bo'ladilar. Bugun mutlaqo eksklyuziv uylariga mehmonga keldik. To'lqin aka, Bahodir akani, Bahodir Jalolov uylarini oldida yashaydilar. Ham mehmonga kirib gaplashib, suhbat qurib, keyin zalga boramiz. Ketdi. To'lqin Qilichev 1983-yil 24 fevralda O'zbekistonning Zafarobod shahrida tug'ilgan. 1995-yilda Jizzax shahriga ko'chib o'tgan va u yerda boks bilan shug'ullanishni boshlagan. To'lqin Qilichev O'zbekistonning eng taniqli boks trenerlaridan biridir. Ularning o'quvchilari ichida Isroil Madrimov, Murodjon Ahmadaliyev, Bahodir Jalolov, Elnor Abdurayimov, Qudratilla Abduqahhorov, Sanjar Tursunov va boshqa mashhur sportchilarni tarbiyalaganlar. To'lqin aka, qayerda biza? Uyimda. Mani uyimda. Bahodir Jalolov qo'shnilar ekan. Bahodir mana endi bu случайно bo'lib qolgan. Bu O'zbekistonning, Toshkentning eng qimmat mahallalaridan biri. Allohga shukr. Sir bo'lmasa bu uy necha pul turadi taxminan? 300 ming berdik. 300 ming dollar. Remonti bilanmi? Da. Remont bilan. Yo'q, o'zimiz qildik, mana bir 40 minglarga remont qildik. Bir 350 ming dollar. Mayli, eksklyuziv uchun rahmat. Aylanib chiqsak bo'ladi. Sayr qilaylik. Biografiyangiz bo'yicha siz o'zingiz boksyor bo'lgan ekansiz. 8 ta professional janglar qilgansiz. Shunday. Nimaga boksni tashab trenerlikka o'tib ketdingiz? Tashlashimdan sababi menda belimda grija bor ikkita. O'sha payt уже беспокоит qilardi, vrachga bordim. Vrach aytdi: "Qiyin endi professional boksda sog' bo'lish kerak."
shu darajalik тренировочный protsess nima? Sal odamda sog'lik bo'lmasa, o'zi shuni asechka beradi. Shuning uchun tashlab ketdim. Mana Alloh o'zimni shu jilaniyamni boksda shu darajalik yig'lardim, Allohdan so'rardim, "Neужели bir narsa ko'rsata olaman?" deb. Mana trenerskida berdi. Hamma orzularingizni shogirdlaringiz ortig'i bilan. Prosta men tushunishim bo'yicha boksni yaxshi ko'rasiz. Boshdan nima aynan shu boks tanlaganingizda, misol uchun sportdan ketib boshqa ishga ketib qolsangiz bo'lardi-yu. Chunki shu boks nima qilganimda, men shu trenerskiy protsessni qarardim. O'zim shu boshimdan o'tkazib, как boksyor o'tkazib, jilaniyam shu darajaligida agar men bo'lganimda shu narsani qilaman, shuni yasardim debdi. Xuddi mana bir narsa yasamoqchi bo'lsangiz, uverin bo'lasiz, men chiroyli qilib yasardim, men shu narsani sal noto'g'ri yasabdi deysiz-da, masalan, haykal yasashmi, rasm chizishmi shuni. Xuddi shunday menda nima bo'lganda, keyin shu Chirchiqda o'qiganman, Chirchiqda bitirganman. Keyin Chirchiqda hammaning o'zining komandasi bor-da. Oldin boshqa komanda Chirchiqni internatida trenerskiy faoliyat yuritilardi. Keyin bizning komanda keldi, Rustam Saidov boshchiligida. O'zimni yaqin akam, o'rtog'im. Aytdim, "Rusik" dedim, "Unda davay men jilaniyam bor ishlashga kelib ishlayman" dedim. Trener bo'lib. Ha, o'zimni komandam, o'sha yerda o'zimni trenerlarim Ilyas Burxanich, Rahimjanov, hammasi o'sha yerda ishni boshladik-da birga. Chirchiqda o'sha birinchi bo'lib trener ishini boshlagan, to'g'rimi? U internat bo'lganmi yo zalmi? Internat bo'lgan. Internatda. Chirchiq Olimpiya zaxiralari kolleji edi. Shu bilan boshlaganmiz. Ko'rsatib bering. Bu yoq endi ota-onamga. Ota-onangiz siz bilan birga yashashadi. Yashaydi, biz Zafarobod shahrida tug'ilgansiz. Ha, Zafarobod rayon, Jizzax viloyati Zafarobod. O'zi asli tagimiz ota-onam hammasi Forishdan, Parij deydi, Jizzaxni Forish. Jizzax viloyatida, Jizzax tumani. Forish tumani, o'sha yerdamiz. Bu yerdan buyuk odamlar chiqqan ko'p. Endi mana shu o'zimizning sportdagi nimalar, odamlar, tadbirkor odamlar ko'p chiqqan. Shu Zafaroboddan Jizzaxga o'tgansiz, keyin boksyor bo'lib, Zafarobodda yashardik. Sadvin degan qo'rg'oni bor edi, 3 kilometr nariyoqda. Meni amakim bor edi, Komil Qilichov, sudya, FIFA sudyasi. Mana Farruh ukamni dadasi, amakivachchamiz-ku. U shu darajalik biz urush qoqqidik, endi urushib qiziqib, Bruce Lee nimalarga qiziqib, u ham shu sportni jinnisi edi-da, sport uchun nima qilgan. O'zi futbolist, dadam ham futboldan trener. U hamma narsasini sotdi-da ko'chib ketdi. Bularni dedi, bu yoqda trener yo'q dedi, sharoit yo'q deb uyida hammasini, mol-pol hammasini sotdi, bir xonali kvartira oldi. Jizzaxdan, mikrorayondan. O'sha kvartirada bir xonali 4-etaj, 4 etajlikda hammamiz yashardik-da. Men amakim katta bo'ldim bu yoqda. Shu 7-maktabga bordim, u yoqda. Keyin amakim Toshkentga Chirchiqqa gaplashib, o'zi lichni gaplashib, Chirchiqqa o'tgansiz, o'tib ketdik. Keyin orqamdan o'g'lini Farruh ukamni jo'natdi. Shunday qilib bizni nima boshlandi-da? Yo'l boshlandi. Ota-onangiz siz bilan birga yashayapti? Ha, ota-onam siz yasha olmayman dedi. Aka inshaalloh umrlari uzoq bo'lsin. Ota-onam bormi? Oxirigacha men bilan. Undan oldin Chirchiqda yashardingizmi bu hovlidan oldin? Bundan oldin Parkenskida 5-etajlikda 5-etajda. Ha, Murodjonning qo'shnisiz. Yo'q, bozorning orqasida turardim, domda turardim. 2016-yil keldim Toshkentga. Undan oldin hamma Chirchiqqa. Undan oldin Chirchiqda yashagansiz? 20 yil Chirchiqda. 97-yil kelganmiz, o'qishga shu bilan qolib ketganmiz. Chirchiqda yashagansiz, kvartiradami, hovlidan? Kvartirada, hovlini mana hozir bilib o'tiribmiz-ku hovlinaligini. Shu paytgacha meni o'ylaydi, ko'plar u deb, mana hozir bir bala qarz qurib oldik-ku shuni. Allohga shukr. Zo'r. Nima demoqchiman? Mana Xudoyim nasib qildi hovli olishga. Bir oy bo'ldi-da hovliga. Shu paytgacha hovlida yotibman. Faqat Jizzaxda o'zimizdan ota hovlimiz bor, ota-ona hovli o'sha. O'nta turibdi. Ha, bu bizni uy. Bizni nima? Ona nima qilib. Nechta farzandingiz bor? 4 ta. O'g'lim, qizim, o'g'il qiz. Uchundir boksyor bo'ladimi? Yo'q, bittasi xokkeyist, kattasi futbolist. Boksga yo'q, endi xudo xolasa agar yana bo'lsa, boks qilamiz. Sportsmenlar bor. Ha, sportsmen. Mana bu o'zlaringiz bilasizlar, bu kuxnya. Aha. Kuxnya. Oshxonalar. Ha, bu aytdim o'rtog'im, Rossiyadan kelgan mehmon. Hozir
Qizimga qarab turibdi mana. Ismlari? Maryam. Bu eng kenja qizingiz-a? Ha. Artur do'stim, Rossiyaga borganimda shu professionalchilarga aytdim-ku, buniki uyda yashaganman-da. Siz o'zingiz boksyor bo'lgan. Ha, shunchalik eski o'rtog'ingiz. Ha, o'sha professionalni detailsni nima qilganimda, buni uyda birinchi bo'lib o'sha rus tilini o'rgatib, shu nima qilib nima qilgan do'stimda. Takoy fayzli yana uyganda ya. Mana bu yerda podval, bu yerda endi bolalar futbol o'ynaydi, nima chiqib qayerdadir svet. Lekin Bahodir bilan juda ham o'xshashgan uylar. Bir xilda bitta odam qurganda. A-da. Ana bo'lmasa. Bu yerda shu nima? Bu shu prezident bilan bo'lgan uchrashuvingiz-a? Ha, shu birinchisi. Bu uchrashuvda o'sha Shuhrat ordenini berishganmisiz? Ha, yo'q, bu zaslujenda xizmat ko'rsatgan ordenni olganman. Birinchi uchrashuv. Keyin Shuhrat birinchi bergan. Shuhrat medali eng birinchi olimpiadadan kelganimda bergan. Riodan. Bahodir bilanmi? Zaslujenini mana prezident bilan ko'rishib olganman. Sog'lom avlodni ikkinchi ko'rishganimda oldim. Sog'lom avlod. Necha marta to'g'ri ko'rishgansizlar? 3 marta. 3 marta. Allohga shukr. Chunki Rioga ketishda ham ko'rishganmizda, bizni kuzatib nima qilgan. Nima haqida gaplashgansizlar ko'rishganingizda? Shu, tabriklayman, rahmat xizmatlaringiz uchun deb nima qilgan, rahmat deb. Keyin so'zga chiqdim-ku, nima turibdi. Men mana shu minbarda turib sizni qo'lingizdan mukofot olganimdan juda xursandman. Gapirish nasib qildi, Allohim. Shuni ham nasib qilgan. Xudoga shukr. Shu o'ylaganmisiz o'sha Chirchiqda trener bo'lganingizda mana shunaqa prezidentlar niyat qilganman, ordenlar berib, nigizinlardan kvartiralar olib, bolalar shunaqa yashashi. Nima edi? Nima tushimga kirardi o'shanday narsalar, endi baribir meshtat qilasiz-ku. Nima? Manimcha Chirchiqda oddiy yashagansizlar juda ham. Juda oddiy. Bolalar ham 6 ta, 7 ta bola bor, bitta xonada yashaydi. Chirchiqda 2 xonali kvartiramiz bor edi. Hammamiz o'sha yerda qilardik. Kerak joyi kelgan paytda Bahodirlar ham o'sha yerda yotardi, shu darda. Shu Bahodir Isroillar bilan gaplashganimizda bizda вообще shunaqa bo'lardi, kimdir yutdimi, uni pulini ajratib, ovqatga nima qilardi, kimdir pul olib kelsa, pulni cho'z derdim, bo'l derdim ana jo'ralaringga. Hali bo'lasan shunchadan. O'shaning uchun bir-biri bilan yaqinda ular do'st. Ha, biz bir-birimizni hayotda tasavvur qila olmaymiz. Bu Kadirov Grozniyda. O'shanda Grozniyda turnirda chempion bo'lgan 2019 mana 2019 ekan. Bu yilning eng yaxshi sportchisi bo'lganimda bergan. 2016-yil yutgan kubogim menimcha. Mana buni kecha yaqinda yutdim. Mana bu kamarda. Shu yerda? Yo'q, Dubayda bo'ldi bu. Umar Krimlov bilan bo'ldi. IBA Championships Nighting degan turnir bo'ldi. U yoqda oldinlari VBC degan tadbir bo'lardi. O'zbek Tigers chiqardi unda. O'shani qaytadan tiklashmoqchi. O'shanga glavniy bo'yiga meni taklif qilishdi. O'zbekistonda ikkita boksyor taklif qilishdi. Bu nima deydi? Biz uchun juda ham bir yoqimli bo'ldi. Juda katta narsa. Ham glavniy jangda butun dunyoni olimpik chempionlari, jahon chempionlari tushdi. U glavniy jangida men tushdim. Bu ham bir O'zbekistonchi nima? Kubadan kelishdi, hamma davlatdan kelishdi, Qozog'istondan kelishdi, Amerikadan, hammadan kelishdi. Glavniy bo'yida biz o'zbek tushdik. Sir bo'lmasa. Necha pul berishdi mana shu bo'y yutganingizga? 50 ming. 50 ming dollar. 50 ming dollar bu 5 raundli boks bo'ldi. Alhamdulillah yaxshi bo'ldi. Qiyin jang bo'ldimi? Yo'q, uncha qiyin bo'lmadi. Travma olmadingizmi? Yo'q. Yaxshi bo'ldi, alhamdulillah. Xo'p. Bu yerda Otabek Umarov bilan rasmingizni ko'ryapman. Ha, Otabek bu pochcham. Oybek Qilichi futbolist o'zlari ham. Bu shu anaqa futbol haqida men har xil videolar ko'rdim. Videoda aytilganki, siz oldin futbol bilan shug'ullanishni boshlagansiz deyishgan. Keyin futbolni tashlab, boksga polni o'tib ketgansiz. Nimaga futbolni tashladingiz? Dadam rahmatli boksyor bo'lishni xohlaganlar. Dadam xohlaganlari uchun boks tanlaganman. Tushunchim bo'yicha o'sha dadingiz olimpiada chempioni bo'lishni orzu qilganlarsiz. Orzu qilganlar jahon chempioni bo'lishimni, olimpiada chempioni bo'lishimni va nima deydi, shu boks sport turiga o'zlari qo'ygan. Yoshligimda, 3 yoshligimda ham Rufat Rizqiyevni uyimizga olib borgan. Kichkina boladan nimaligimda, 3 yoshligimda. Olimpiada bo'yicha, olimpiadada chempion bo'lganingizni nima his etgansiz? Shu dadingiz rahmatli bo'lib ketganlar, orzu qilganlar oldingiz. Nima o'tgan ichingizdan?
Ichimdan ko'p narsa o'tdi endi. Bu narsani til bilan ta'riflab bo'lmaydi. Endi ko'p narsa armon bo'lib qoldi. Dadam ko'rmadi bu yutuqlarimni. O'sha narsa armon bo'lib qoldi. Endi hammasi Allohdan. Faqat duoda bo'lamiz, dadamiz uchun bo'ldi. Shu o'sha yutqizganingizda qanaqa ko'p odamlar endi hayot ham uradi-yu, faqat olimpiadada yutqizmaysiz-ku. Shu mag'lubiyatga uchraganingizda qanday mana kuch topdingiz? Dalshi trenirovka. Men olimpiadadan keldim, aeroportga keldik. 7 ta 8 ta boksyor kelganmiz. Qaysidir boksyor ketib qolgan. Shunday birga keldik. 7 ta medal kelgan. Shu medal borlarning ichida menda medal yo'q edi. Shunday turibman, qarayapman, hammada medal bor, hammani hurmatda kutib olinyapti. Biz aeroportdan to'g'ri men u narsaga nima qilmayman, sumkalarni ko'tarishga yordam qilganman. Sumkalarni ko'tarib olib kelganman chempionlarni-da. Chunki biz chempion bo'lmaganmiz. Nima deydi? Chempion bo'lmagandan keyin chempionlarni sumkasini o'zi ham ko'tarib ularga yordam berishimiz kerak, ular dam olsin. O'shanaqa qilib aeroportga kelganmiz. Nima deydi? U ich qalbimdan anaqa bir narsa sug'urilib ketganda o'shanda ko'rib nimaga men qila olmayman buni deb. O'shandan keyin tashlaymanmi, tashlamaymanmi deb xayolim kelib qolgan. Balki mendan boksga chiqmaydi deb. Kallani joyiga qo'yib onam sabr qilgan bo'ladi degan. Biz kallani joyiga qo'yib, qo'llab-quvvatlaganlar. Sabr qilib 5 yil davomida qattiq mehnat qildik. Allohga shukr, mana shu darajaga yetib keldik. Bahodir aka hech kimga uylarini ko'rsatmaganlar, to'g'rimi? Shu ko'nganlari uchun do'stlar like bosib, kommentariyada qo'llab-quvvatlash bo'lishingiz kerak juda ham, sababi bu mutlaqo ekskluzив Bahodir aka. O'zi umuman bu ko'rsatish o'zi noto'g'ri deb o'ylayman, yana bilmadim. Nimaga noto'g'ri deb o'ylaysiz? Endi baribir lichni nima? Siz noldan oddiy bola bo'lib turib, Surxondaryodan shunaqa narsaga erishdingiz. Boshqalar ko'rib shuni mashina qilsa bo'lar ekan, men ham erisha olaman degan navrot ishonch paydo bo'ladi-yu. Endi inshaalloh hammaga nasib qilsin. Mayli, sizni xoningizni ko'raylik. Voy, meni xonam. Bu meni xonam. Ana bo'lmasa. Dahshat. Bu mana sizni kostyumlaringiz. Instagramda ko'rib turamiz rasmlaringizni. Kostyumlar bu yoqda shkafning ichida hammasi. Mayli, kovlashib o'tirmaymiz, zo'r. Ya'ni bu sotib olganingizda уже remonti bilan bo'ldi. Yo'q, remont. Men o'zim qildirgan bu remontni. O'zim dizayn qilib, o'zim plan qilib qildirgan. Orzu qilganingizdek, xohlaganingizdek. O'zim sparim shunaqa qilgan, xohlaganimda. Zo'r. Shu yerda ham hojatxona, o'zingizni xoningiz, bemalol o'zingiz. Bitta. Bu detskiy bu. Detskiy Xudo farzandimiz bo'lsa yashaydi deb. Xudo xolasa o'sha to'yingiz bo'lsa, shu yerda farzand yashaydi. Inshaalloh, Xudo xolasa. Rosa qizlar yozadi. Hammasi tayyor. Chempion. Yaxshi topadi. Hammasi tayyor, faqat xotin yo'q deydi. Nimaga yo'q, to'xtang, nimaga yo'q? Endi sport bilan yurib qizni nima qilmagan ekanmiz-da, shu xotinlikka bir qiz nima qilmagan ekanmiz. Endi Alloh nasib, Allohning taqdirida endi ko'ryapmiz, qarayapmiz, yurak jiz etganiga o'ylanamiz, xudo xolasa. Bu yosh ko'rgan ayol bo'lganmi o'zi? Hayotda bo'lmagan-a? Bu muvaffaqiyatga erishish uchun ayollarni chetga surib turib, faqat o'sha erishgan maqsadingizga borishingiz kerakmi oldin deb o'ylaysizmi yoki bir narsadan voz kechmasang bir narsaga erisha olmaysan deb o'ylayman. Shuning uchun shu narsadan voz kechish kerak. Joyga chiqqancha. Albatta. Hech kim uchun sir emasdir, siz juda ham qattiq trenersiz. To'g'rimi? Men o'sha birinchi marta ko'rishganimizda boks federatsiyasida gaplashishingizni eshitib, takoy qattim u mana shunaqa o'quvchilaringiz, mana shunaqa narsalarga erishish uchun siz qattim qo'l bo'lishingiz kerakmi? Yo'q, невозможно жесткий bo'lish kerak. Men shunday deb o'ylayman. Вообще даже bu yerda обсуждать qilish kerak. Masalan, menga metod qo'ysa, agar men просто позволять qilmaydi, как главный тренер hozirgi nimada, masalan, birovni nima edi, chaqib yuborish. Вообще maydalash kerak hammasini. Ugulni o'zida agar возможно bo'lsa yotqizib o'tyapman-ku. Shunday narsalar bo'lgan-ku. U paytdan haligacha sizdan qo'rqishadimi bolalar? Конечно, chempion bo'lgandan keyin. Hozirgacha qo'rqmasa kimdandir qo'rqish kerak. O'zgarib qoldi. Ular men uchun chempion bolalar qo'rqadigan insoni sizsiz. Ular chempiondir. Hammaga, men uchun ham chempion, hamma uchun chempionlar, lekin men uchun baribir bolamda. Ularni 10 marta olimpiada yutmaydim, baribir joyi kelsin, ошибка qilsa, nakazat qilishim shart. Alloh berdi, har bir trenerning nimasi, maqsadi shu chempion olimpiada chiqarish, jahon chempioni chiqarish, hamma turnirni chempioni chiqarish, lekin o'z vatanida eng bosh murabbiy bo'lish.
ham niyat borda. Любой trener futbolda ham shu o'zini davlatini bosh murabbiy bo'lishini. Mana menga shu nasib qilgan ekan-da Alloh. Niyatingizga yetdingizmi? Inshaalloh. Endi shuni Dal shu nima niyat? Oxirigacha endi bosh trener bo'lib jahonda birini olish, olimpiadada birini olish. Bu endi o'sha istoriya bo'ladi, tarixi bo'ladi. Bu degani Xudo bergan ne'mat bo'ladi. Realmi shans bormi? Nimaga? Bo'lmasa, bizni nima har doim nima qo'yilgan katta planka. Nimaga O'zbekistonda boks maktabi kuchli? O'zbekistonda maktab, shkola kuchli-da. Keyin bizda eng nimasi mentaliteti bizni xalqimiz shunday mehnatkash xalqda. Mana boshqalarda bor, aytishimiz mumkin, boshqalarda ham o'sha payti kelganki, boks nimaga yo'q. Ularda mentalitet boshqacha. Ularda ichadi, chakadi, kayf qiladi, u qiladi. O'zbekistonda disiplina, o'zbekchilik, hurmat, izzat o'sha narsa boksimizni tezroq o'sishiga, ulardan tezroq o'sishiga olib kelgan. Birga boks ochilgan bo'lgan taqdirda ham, lekin bizda o'sib ketdi. Imенно shu disiplina. Nimaga boks maktabi kuchli-da, futbol maktabi kuchli emas? Endi qarang. Individual futbol maktabi men endi o'zimni nimam bo'yicha siz shaxsiy fikringiz bo'yicha trener sifatida shaxsiy fikrim bu yerda juda meni o'zim uchun men to'g'riman-da, to'g'ri narsani aytaman. Futbol maktabi ham kuchli. Просто futboldagi mentalitet отдельно mentalitet. Mana futboldagi intizom, futboldagi qarash u boshqacha. Boksdagi qarash boshqacha. Nimani? Biz jo'skimiz, masalan, o'sha bizni nima, futbolda sal ana yevropeyskiy nimada mumkin emas, baqirish, o'qilish mumkin emas, buni qilish biron ursangiz bo'lmaydi. Meni fikrim o'sha hamma shu boshqarayotgan futbolni boshqarayotganlar jo'ski bo'lish kerak. Bir-birini podдержка qilish kerak. Masalan, kimdir jo'skilik qilsa, yo'q, bu noto'g'ri demasdan, hamma shuni мнениясida shu bittasini bitta zvizdani nakazat qildimi, oxirigacha nakazat qilish kerak, boshqalarga urug' bo'lsin. Ikkinchisini shunda disiplina qattiq ushlanadi deb o'ylayman. Lekin endi yana bitta nima bor? O'ylaymanki, har yiliga bir 10 ta bolani davlatdan o'qishga 5 ta mana davlat bor-ku, Italiya, Fransiya, Angliya, o'sha yerga shu sohadan kuchli. Har yili 10 ta o'qitishga jo'natsa ham, futbolist chiqmasa ham shkolasini olib kela oladi demoqchiman-da keyinchalik. O'sha narsani zo'rladan o'qish kerak va sistemni qilib qo'yish kerak. O'shalarga jo'natish kerak o'qib ana futbolistlikka-da yosh bolalar. Xo'p, lekin o'zbek boksyorlari dunyoda eng kuchli hisoblanadi. Inshaalloh. Eng kuchli. Inshaalloh. Zo'ri yo'q. Biz uchun zo'r yo'q. Ikkinchi o'rinda kim? Ikkinchi o'rinni talashaversa xohlaganimiz. Zo'r nastroyingiz menga yoqyapti lekin. Isroil aka qaysi boksyor bilan jang qilishni xohlardingiz? Misol uchun bitta o'zbekistonlik, bitta dunyoda kimdir? Endi O'zbekistonda hammani o'zini nimasi bor. Deydi, vesovek kategoriyasi bor, o'zini tushadigan vesi borda. Shunga u hech qanday hamma o'zini vesida o'zi tushadi. U xohlayman degan narsalar yo'q. Imenda menda yo'q. Hamma chunki o'zini vaznida birinchi raqamli sportchi. Shu sababli O'zbekistonda nima deydi, menda unaqa xohish ham yo'q, nima ham yo'q. Chetdan masalan har bitta chempion bilan tushishni orzu qiladi. U nima deydi, yoshlikdan orzu bo'ladi. Men ham shu ringda chiqsam yoki men shu chempion bilan chiqsam, masalan, yutqizishi mumkin, lekin baribir o'sha narsa nima deydi, o'zini sinab ko'rish xohishi baribir har bitta sportchi bo'ladi. Kimlar misol uchun orzu prosta? O'sha ko'rish. Endi chempionlarda hozirgi kundagi masalan men o'zimning yo'nalishimda Charlo degan sportchi bor, 4 ta kamarning egasi. O'sha bilan masalan u nimada o'zimiz uchun tarix. Hozir shuni kutib turibmiz hali ham. O'sha bilan bo'yiz bo'lishi mumkin-a? Mumkin, xudo xolasa, chunki asosiy da'vogarman. Xudo xolasa hozirda nima bo'lishi kerak? Siz u bilan yo'q, u vaqt kerak, chunki u 4 ta kamarning sohibi, 4 ta yo'nalish bo'yicha men WBA bo'yicha asosiy da'vogarman. Hozir 28-yanvarda u bitta kamarni himoya qilishi kerak. Undan keyin mana ko'ramiz, agarda promotorlar kelishib nima qilsa, o'sha jang rejalashtirishi mumkin. Shuning uchun hozirda shu chempion. Masalan, taniqli bokschilar bor, Mayweather bor, Pacquiao bor, boshqa
Masalan, ular bilan ham xohish bo'ladi albatta, chunki siz shunaqa bir legenda sportchilar bilan hali u tushmas, oddiy bir sparring qilsangiz ham, trenirovka mashg'ulot jarayonlarini o'tkazsangiz ham o'zingizda bir qanaqa awareness bo'ladi, bir xursandchilik bo'ladi, chunki shunaqa insonlar bilan siz triumf qilyapsiz, boshqa qilyapsiz. Mayweather yoqadimi sizga Floyd? Texnikasi zo'r. Dunyoda eng boy boksyorlardan biri. Ha, disiplina. Unaqa sportchilar masalan ko'rsatish mumkin, lekin baribir eng disiplinli sportchilar shular bo'ladi. Pacquiao hozirgacha mana ko'ryapsiz, boks yuribdilar. Bahodir aka, siz jahon chempioni bo'lib kelganingizda O'zbekistonga Shavkat Miromonovich, O'zbekiston Respublikasi prezidenti sizga sovg'a berayotganlarida siz aytgansiz. Olimpiadada hali chempion bo'lib kelaman, albatta yana ko'rishamiz, ishonchingizni oqlayman degansiz. Ikki olimpiadada ham chempion bo'lib kelgansiz. Assalomu alaykum, muhtaram prezident. Bundan 3 yil avval men sizga va'da bergandim. Xudo xohlasa jahon chempioni bo'lib, sizni va xalqimizni xursand qilaman degandim. Men o'ylayman, xalqimning oldida, siz oldingizda yuzim yorug' bo'ldi. Jahon chempioni bo'lib qolmay, jahonning eng yaxshi bokschisi degan unvonga sazovor bo'ldim. Bu hali boshlanishi. Xudo xohlasa 2020-yil Tokioda bo'ladigan Olimpiada o'yinlarida ham oltin medal olib, sizni va xalqimizni xursand qilaman. Shu sovg'ani berganlarida nima deganda sizga? Yurtboshimiz biz sportchilarga juda ko'p sharoit yaratib beryaptilar. Dunyo turguncha tursinlar. Nima deydi, o'sha jahon chempioni bo'lganimda, xudo xohlasa olimpiadani yutib kelaman deb niyat qilganim. Chunki birinchi olimpiadada 2016-yil yutqizib kelganlarimda o'zlari kutib olib, quchoqlab, xudo xohlasa keyingi olimpiada chempion bo'lasan deb o'zlari motivatsiya berganlar menga. Yutqizganingizda ham shunday. Yutqizganimda ham aytgandilar, chunki yaxshi ko'rardilar. Nima deydi? Keyin kelib jahon chempioni bo'ldim. Xudo xohlasa olimpiada 1 yildan keyin edi. 1 yildan olimpiadadan borib yutaman deb maqsad qo'ydim-da. Endi o'shani xudo xohlasa yuz yorug' qilib yutib kelaman dedim va yutdim. Nima deydi? Allohga shukr deyman, shu so'z berdik, so'zimizdan chiqdik. Siz gapirgan gapingizni qildingiz to'g'ri. Qildik. Allohga shukr. Niyat qilganman, xudo xohlasa yana bir marta jahon chempioni, yana bir marta olimpiada chempioni bo'lish, 2 karradan yutish. Chunki dunyo tarixida og'ir vesda hech kim 2 marta olimpiadani yutmagan. Yomon emas, to'lqini kerak ekan. Biz zal mehmonxona. Nima mashina haydaysiz? Gentra. Gentra. Nimaga? Undan zo'rroq mashina hayda olasiz. Endi haydalamiz. Sizga sovg'a qilishmagan mashina? Yo'q, bor, qilgan sovg'a. Endi momentlar bo'ladi, sotasiz, olasiz, bir u ro'zg'orda. Ana mashina sovg'a qilishgan. Menga Kia 5 K5. K5dan sovg'a qilgan, ana GT Line. Polni anaqasi bilan. O'zimizda. Nima qildingiz uni? Uni haydadik, ukamga berdim, ukam podarka qildim, ukam keyin nima qilib ishlatdi. Ukaga sovg'a qilib yuboringiz, oddiy qilib aytganda. Oybekka sovg'a qilardim. Keyin Oybek ukam kichkina ukamga sovg'a qilgan. Shu. Kichkina ukangiz futbolistlar. Yo'q. Oybek futbolist mendan keyingisi. Keyingisi eng kichkinasi trener. Action trener, sizdan keyingisi o'rta ukangiz futbolistlar. Futbolist. Osiyo chempionatida komanda birini olib kelganimizda menga Marat Galichga, rahmat akamga o'zimizni. Marat Galich sizni ustozingiz tushunishim bo'yicha YouTube'da kelib tabriklaganlaringizni ko'rdim Bahodir aka bilan. Boks bo'yicha ustozingiz. Boksda. Oldingi mendan oldingi glam trener. Nima motivatsiya bo'lgan chempion bo'lishga? Sababi juda ham ko'p odamlar shug'ullanadi-ku bu sport bilan. Endi asosiy motivatsiya bu sizni o'sha boks sport turiga ko'pchilik sportchilar kambag'al oiladan keladi. Nima deydi? Shu xohish juda kuchli bo'ladi. Bu hayotda ham bir chiqishi. Ko'radi, masalan, chempionlarni ko'ramiz, o'zimiz ham shunaqa katta bo'lganmiz, orzu qilganmiz, o'zimizni sportchilarga orzu qilganmiz, yurishlarini, chiqishlarini, katta sportchilarni ko'rganmiz. Shularga havas qilib, nima qildik? Eng asosiy motivatsiya baribir sizni o'sha nima deydi? Yo'q narsangiz motivatsiya bo'ladi-da. Masalan, mashinangiz yo'q, masalan, uyingiz yo'q. Shu motivatsiya bo'lganmi sizga? Uyingiz bo'lishni xohlaganmiz, mashina bo'lishni, ommaga chiqishni. Hammamiz mana hozirgi kundagi chempionlarning hammasi viloyatdan chiqqan bolalarmiz. O'sha hammamiz Toshkentga kelib, shu yerda bitta uyda katta bo'lib, o'sha bitta nima deydi,
yotoqxonamiz ham shu bitta bo'lgan, ovqatimiz ham shu yerda bo'lgan, boshqa shu yerda oila bo'lib yashaganmiz. Bunday olib qarasa bitta gap bilan och qolgan sportchi ko'proq motivatsiyaga ega bo'ladi. Ko'proq narsaga erishadi. Erishadi ham. O'shanga ko'p sportchilarimiz mana shu boksda immindan havas qilib ham o'sha yo'q narsasiga erishaman degan motivatsiya kuchliroq bo'ladi. Bizda yana bitta narsa, masalan shu sportda ham mana shu narsani nima deydi, olaman deb emas, bizda ko'proq yutqizmaslik nimasi kuchliroq bo'ladi motivatsiyasi. Chunki bizga trenerlarimiz, murabbiylarimiz shunaqa motivatsiya bergan, sizlar chiqdilaring, orqalaringda shu vatan turibdi. Agar sizlar yutsalaring, butun vatan yutadi. Agar yutsalaring, bunday olib qarasa sharmanda bo'lasiz degan o'gitlarni aytadilar. Shuning uchun faqat vatanni nima qilinglar deb, keyin o'z-o'zidan bu narsalar bo'laveradi, qolgan narsalar. Haqiqatdan masalan sportchi birinchi navbatda shu vatanni himoya qilish kerak bo'ladi. Do'stlar, Toshkent haqiqatan ham qurilyapti va qurilish uchun sizlarga sifatli uskunalar kerak bo'ladi. Shuning uchun sizlarga EPA kompaniyasini tavsiya etmoqchiman. EPA kompaniyasi 2009-yilda asoslangan bo'lib, 16 ta rasmiy dilerlari bor va undan tashqari 2200 ta savdo nuqtalari mavjud. EPA kompaniyasi qurilish uskunalari va suv nasoslarini sotish bilan shug'ullanadi. Oddiy qilib tushuntirganda, ko'p qavatli binolar ko'payib ketdi va ko'p qavatli binolarda suv yetib borishi qiyinroq bo'ladi va xonadoningizga suv zo'r yetib borishi uchun shu nasoslar yordam beradi. Do'stlar, EPA kompaniyasini tavsiya qilishimning 3 ta sababi bor. Birinchisi, O'zbekistonning har bitta viloyatida EPA kompaniyasining servis sentri bor va agar bu nasosda buzilib qolsa, albatta ularni kelib sizlarga tuzatib berisha oladi. Ikkinchidan, har bir mahsulot kafolat bilan sotiladi. Uchinchidan, EPA kompaniyasi qurilish uskunalari va suv nasoslari bo'yicha O'zbekistonda lider hisoblanadi. EPA kompaniyasi bo'yicha batafsil ma'lumot shu video tagida bo'ladi. Shunaqa gaplar do'stlar, Toshkent qurilyapti. Intervyuimizni davom ettiramiz. Kuchli bayasiz, og'ir vaznda. Oxirgi marta qachon ko'chada urishgansiz? Eslolmayman. Ko'chada urishganim eslolmayman. Yoshlikda bo'lgan. Ancha bo'lib ketdi, lekin urishmaganim. Chunki nima deydi? Hozir uradigan zamon emas, ko'chada urishadigan zamon emas, to'g'risida. Hozir o'ziga ishonmaydiganlar ko'payib ketgan. O'ziga ishonmaydigan yoki bir qanaqadir arujaga ishonadiganlar ko'payib ketgan. Orqadan onam yig'lab qolishi mumkin. O'zi ko'rishim bo'yicha xarakteristika qattiq. Jerskirosiz. Qizishib ham ketishingiz mumkin. Tez qizishib ketaman. Iloji boricha o'zim bosishga harakat qilaman. Shuning uchun kechki payt iloji bo'lsa, men o'zi umuman diskotek, kechki payt yuradigan joylarga umuman bormayman hech qayerga. Borishim mumkin, bir ikkita akalar chaqirsa, qanaqadir tadbirga borishim mumkin yoki qayerdadir o'tiribmizsa, bunaqa yaxshi joy bor, masalan, ichkilik yo'q joy, shunaqa joylarga borib o'tirishim mumkin. Lekin ichkilik bor, diskoteka, unaqa joylardan umuman uzoqman. Shu 10-11 dan keyin uyga kelaman, o'rtoqlar bilan yig'ilamiz, o'ynasak PlayStation o'ynaymiz. Gaplashib o'tiramiz. Kino ko'ramiz. Eng yoqtirgan o'yingiz PlayStation. Futbol. Hozir mana endi o'sha Chirchuvda yashaganingizga qaraganda menimcha ancha komfortli yashayapsiz. Allohga shukr. Nolimaganman. Qanaqa yashagansiz o'sha paytda? Sal eslaylik, o'sha Bahodir aka aytib bergandek 5 ta 6 ta odam. Qandaysiz u Bahodirlarni, Isroillarni, Murodjonlarni ko'rgansiz, shto'li chempion bo'ladi, shto'lidan mana shunaqa chempion tarbiya qilsa bo'ladi. Bunday narsada, masalan, men Chirchiqqa 2009 kelgan ishni boshlaganimsa, o'zi 2008lar keldim, ofitsialniy ishni boshladim 2009da mana nimada. Daftarda. Ata 2008 kelib yurdim, yordam berib, musobaqalarga chiqib. Endi unaqa pul bo'lmagandir-da, mana. Yo'q, hech qanday pul yo'q edi. Qiziqish uchun, ha. Prosta endi ishni boshlashim kerak. Hali vaqt, joyini kutib o'tiribmiz. Joy shtat bo'shasa, ishga kirishim kerak. Bir yarim yilcha yurdim. Yunish, masalan, Yunish payti, masalan, eng birinchi kelgan u yoqqa Murodjon bo'ladi. 2008 Murodjon kelgan. Bahodir kelgan, kelib ketib yurgan nima qilib. Zavchniga topshirib kelib ketib yurgan, uni olmagan, uni futbolga kirgizgan, futbol boksda joy yo'qligiga. Endi u yerda shunday balakitalar bo'lardi. Trenerlar uni olmagandan keyin, masalan, keladi, trener xudoy, boksni bilmaydi, nol, вообще nol. Olmagandan keyin uni amakisi zam direktor bilan gaplashib futbolga tiqqan. Qanday tiqqan bilmayman, ish qilib nima qilgan. Futbolga kirgizgan. Nima qilib bo'lsa ham pul berib kirgizganmi, qanday qilib ish qilib kirgizgan. Allohga shukr, lekin to'g'ri qilgan ekan, pul berib kirgizgan bo'lsa, mana chempion bo'ldi-da. Endi
Olimpiada chempioni bo'ldi. Kirgizgan, lekin zavushni bor edi unda. Bahodirga yotish joy yo'q. Amakisi keladi, dadasi nimada? Uzoq safarda. Bahodir kirib chiqib mana shu turnikga qatnashmay yuradi. O'zini qorni bilan ovora, yotoq joyi bilan ovora, manej degan joy bor, yotmaydigan joy. O'sha yerni qirol bilan gaplashib, o'sha zamdirektor qirol bilan gaplashib, o'sha yerga o'rnatib qo'ygan. Odam yotmaydigan joyda, manejda bir xonani ajratib. Manejni qiroliga 5-4 so'm bergan, u bechora qorni to'yapti, Bahodirga joy qilib beryapti manejdan. U manejni kattalik faqat o'yinni o'ynash uchun. Bu yerda yotoq joyi yo'q, endi bir xonasini ajratganda. Shunday qilib yuravergan. Men endi ishni boshlaganman, hammasi qarayman Yunish. Mlach Yunish, Kaka, Murodjon, keyin Isroil keyin keldi. 2010-yil keldi. Bahodir, Elnur, Anvar hammasi o'sha yerda nima? Yunishda. Yunish bilan ishlashni boshladim Zborga. Birinchi Молодежь bilan yurdim, keyin Yunish bilan o'shalarning возрасти kelgandan keyin bu yerda nima bo'ldi? Zimniy kanikul musobaqa bo'ldi. Murodjon chempion bo'ldi, Bahodir tushmadi. Bahodir olimpiya nimagacha yoshlargacha tushmagan. Slabi, stoykani ham bilmaydi. Boshida. Shunday yurildi. Men Молодежь bilan 2010-yil Молодежьni chempion miri bor, olimpiadasi bor, yoshlar o'rtasida o'shalarni tayyorlab yuraman. Bular tayyor bo'lib turibdi. Nimada? Bular ham o'sha chiqish kerak. Keyin men asosiy Zborga yuradigan men edim. Trenerimiz Ilyas Burxanovich meni sen borasan Zborga dedi. Nima uchun men boraman dedim. Hech kim borasan demardi. Chunki Oybek o'sha paytda Paxtakor bilan kontrakt tuzdi. $40 ming payt katta pul edi. Podyumni zo'r oldi, nima qilib, men srazi o'sha zaslujut bo'lsam o'zim boraman dedim-da. Ilyas Burxanovich aytdi, u yerda ular pitani olmaydi, puling bo'lsa bor dedi. Endi men o'yladimda, men aytdim, pulim bor dedim-da ketdim. Mana Murodjon, Bahodir hammalari, masalan Isroillar Zborda puli bor trener yurardi endi, menda puli bor edi. Ular bilan qo'shilib borardim. Bo'lmasa yashash sharoit yo'q. Borardik. Zborda yotardi. Masalan, kimdir lider bo'lsa, masalan, Murodjon lider bo'lmagan, birinchi boshda. Vis kichkina edi, uni bir kvartirada yotardik. Kvartira 2000 dan o'sha paytda gaplashardik, zaslashib. O'sha yerda hammamiz yotsak, spiral bo'ladi-ku, spiraldan-da isitadigan. O'shanaqalar qilib qo'yardik. Bolalar bilan yotardik, atrofiga mana bunaqalarni, taburetkalarni qilib qo'yardik, yoyardik kiyimlarni. Ertalabki trenirovkadan kechki trenirovkacha qurimardi kiyim. Shu darajalik, endi hozir tasavvur qilib, shunday qilib yashardik-da, Zborda. Hammamiz shunday qilib, Zborda 10-15 ta bola bor menda. Ishlayman, Marot Galich qaraydi, men ishlayotganimni ko'radi. Yaxshi, keyin meni pitanaga oldi. Davay, sen bolang ko'p ekan, sposobni bola ekansan, ishlayapsan, davay dedi-da, pitanaga oldi. O'zim pitana qiladigan bo'ldim, sal lehchi bo'ldi. Shunda yuraverardik. Keyin bir paytda Yunishda Молодежьga o'tdik. Keyin bizning nimamiz boshlandi. Vaqtimiz. Молодежьda Murodjon ham chempion, Isroil ham, Anvar ham, Elnur ham, bitta chempionatda 6 ta chempion, 7 ta chempionlardim. O'zimni lichni uchniklarim. O'sha paytdan ham tushunarli bo'ldi, shu uzoqqa boradi. Uzoqqa boradigan. Молодежьda ham yutdik hamma turnirini. Jahon chempionatiga, Osiyoga hammasiga bordik. Mujikka o'tdik. Endi qizig'i nimada? Qizig'i Bahodir shu bilan yarmigacha nimada o'qidi. Kontrakt bo'yicha qochib yurib o'qidi. Futbol. Asta rezultat ko'rsatgandan keyin uni oldik. Odamlarga chiqamanda chiqib ko'ylak olib beraman, u qilaman, bu qilaman, bir bala qilib hammasini Toshkentga olib qolishga harakat qilaman, qo'limdan keladi. O'xshaydi, Toshkentga olinadi hammasi. Chun muhimada qoldirish bo'lsa, eng muhim bo'lmasa ketdi bo'ldi. Toshkentda qoldi o'qishi. Masalan, Bahodir oxirgi mana u paytda onlayn sistema bo'ldi. U paytda ham bor edi-da onlayn sistema. Bahodir oxirgi 1 soat qolganda uspet qilingan perevod bo'lishiga Toshkentga. Unikini jo'natib o'rgan bor birinchi Termizda. Oxirgi mana ustida turganmiz. Zborga jo'natmay Bahodirni, mana shu yerda turasan deb. Zborga ushlab turibman, men o'zim nima bilan turibman? Shokram aka bilan, o'sha paytda rektor. O'tiribdi anda qilib Bahodirnikini hal qilish. Keyin Bahodirniki hal bo'ldi, buni Zborga jo'natib, orqasidan o'zim ketdim. Bu yerda hamma ishlarni qilib. Hammani qoldirdingiz. Qoldirdik. U ham mayli, keyin kvartira yotish kerak-ku bular. Oybekning puliga o'shanda kvartira oldim.
kvartira oldim. Ikkita kvartira Chirchillda. Oybek bu o'sha ukangiz. Kam futbol, futbolist. Unda pul bor. Menda u kopeyka yo'q edi. O'zim zo'r yurdim. Keyin esa uni puliga kvartira oldim. O'zimga kvartira oldikda 3 xonali. 2 xonalini qoldirdik. O'zimiz yashagan. Yana bitta kvartiramiz bor edi naryoqda. Ikkita kvartira bor edi. Isroil bahodirlar naryoqda yashardi kvartirada. Bu kvartirada ham bolalar yashardi nimada. Основной Isroil bahodir kakalar 3 xonali kvartirada yashardi. Ikkita kvartiraning bittasida. Siz bolalarga bergansiz kvartira yashash. O'shalar bazaq. Ya'ni bolalarni o'sha paytda uy olishga ham imkoniyat bo'lmagan. O'zi arendaga olishga. Вообще yashashga imkoniyat. Ular yosh bolalar edi. Yutsa, yoshlar o'rtasida chempion O'zbekiston. Hech kim tanimaydi ularni. Chiroyli ham yo'q unaqa. Bu kichkina bolalar, mana u pribili yo'q bolalar, ular qayerga desa ketaveradigan bolalar. Qarang, sizda 9 ta bo'y bo'lgan. 8 ta. YouTube. Bitta mag'lubiyat. Necha? Yutqizmagansiz. Yo'q, yutqizmaganman. Nima his etgansiz? Nechada? O'sha kunni eslaylar, o'sha kim bilan necha ham qiziq bo'lgan. Bu yerda Toshkentda oxirgi jangimda yutganman. Endi go'ngdan keyin zarba bo'ldi deb buni operatsiya berib, keyin jangni ham rejalashtirilgan. Bu Angliyada bo'ldi. Bu bo'y Angliyada bo'lganmi? Yo'q, bu O'zbekistonda bo'lgan. Operatsiyaga Angliyada qarab chiqilgan. Keyin operatsiyaga berishgan, keyin Angliyada o'tkaziladigan bo'lgan. Ikkinchi jangni. Yana qiladigan. Keyin shu revansh jangi shu yerda bo'lgan. Ikkinchi jangda, ikkinchi raundda, uchinchi raundda to'yis qosh yirtilib ketdi, bosh tekkanligi sababli. Keyin u yerda shunaqa qonun qoida bor ekan, agar 4-raunddagi shu holat bo'ladigan bo'lsa, ochkolar hisoblanar ekan. Agarda 4-raundgacha shunaqa holat jarohat bo'ladigan bo'lsa, texnik nechga berilar ekan. U yerda siz yutyapsizmi, yutmayapsizmi unga qaralmas ekanda. Chunki biz 2 raund yaqqol yutyatdik, hamma ko'rib turdi. Keyin o'sha holat bo'lgandan keyin sizni yo'q, meniki emas. Unda nimani? Sopernikimni. Shunaqa qilib necha bo'lib qoldi. Yana necha bo'ldi Angliyada? Yo'q, bu necha bo'ldi. Nargisda yutganman birinchisida. Toshkentda yutgansiz, operatsiya bo'lgan, keyin Angliyada yana bo'y bo'lgan, o'ta necha bo'lgan? Necha berishgan. Nima his etgansiz? Ishni u chunki nima desak bo'ladi, 2 raund uje urib ko'rsatib qo'yganmiz, nima bo'layotganini, uje kim xo'jayin deydi, nima deydi o'ziga. Kim xo'jayin? Xo'jayinligini endi xafachilik bo'lmagan, siqilmagansiz. Yo'q, endi bor narsa tayyorgarlik qildik, sababini qildik, endi hammasi Allohdan. Ya'ni siz bitta ham hali yutqizmagansiz. Yo'q. Nimaga Amerikada ko'p bokschilar mana Tailand, Murodjon aka ham o'shda, Isroil aka ham desam 3 tilla. Siz ham mana yaqinda bo'y borib yutib keldingiz o'shda. Nimaga Amerikada? Boks o'zi Angliyada rivojlangan, Angliyada paydo bo'lgan, Amerikada rivojlangan boks. Amerikanistlar boksdan boshqa sportni uncha nima qilgan, boksni yaxshi ko'rishadi. Masalan, UFC bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham iloji boricha boksni ko'rgisi keladi. Amerikanlar boksni yaxshi ko'radi. Ham u yoqda sparring partnyorlar ko'p, mashg'ulotga nima ko'p shou bo'ladi Amerikada. Har oy endi shtatlar, bitta shtatda o'ylayman har haftada shou bo'lsa kerak, bitta shou. Boks shou. Har kuni shou ham bo'lishi mumkin. Bu Amerikaning qaysidir joylarida buni hisoblagan opshi. U boshqa davlatda unaqa bo'lmaydi. Angliya, Amerikada faqat shunaqa bo'ladi. U Amerikada masalan bu yoqqa kelaman, sparring partnyor bo'lmasligi mumkin, sparring tushishga. Amerikaga boraman, bor u yoqda. Olib kelishadi, sparringga kelib yordam berishadi. Bozori ham katta. Конечно, u yoqda urishasiz, u yoqda Amerikada tayyorlanadi, Amerikada yurasiz. Men o'ylayman boks anaqa bo'ladi. O'zbekistonda ham hozir o'shani ustida ishlayapmiz inshaalloh. O'zimiz promotor kompaniya ochish niyatidamiz va O'zbekistonda ham ko'proq shou o'tkazish niyatidamiz. Bizda bokschilar butun dunyoning bokschilaridan kuchli. Bunday o'ylab qarasak, butun dunyoni nimalari, promotorlari O'zbekistonliklardan, O'zbekistondan bokschi olishni xohlaydi. Уже butun dunyo buni biladi. Butun dunyo biladi. O'zbekiston bokschisimi o'sha biladi, prostoy emas deydi. Prinsip prostoy. Masalan, Braziliyan futbolchisini qanaqa deb o'ylaymiz? Eng prostoy ham kuchli bo'ladi-ku. Alhamdulillah O'zbekiston boksi shunaqa urovga chiqib oldik. Zo'r temani hozir ochdingiz. Nimaga O'zbekistonda unaqa boks maktabi kuchli?
Nima sabab? Yo, oldindan kuchli bo'lganda bizning maktabimiz. O'sha oldindan shu Rifat Rizqiyevlar paytidan kuchli bo'lib kelgan. Bir o'rtada to'g'ri sulash bo'ldi, lekin yana qaytaman shu Marat Galich, To'lqin aka Qilichev, Rahmatjon Ro'zaxonov, Farruh aka Qilichev, ular hammasi mana nima deydi? Bolalarni qanaqa psixologiyasini tayyorlashdan Marat Galich degan trenerimiz bor. Juda ham aqlli trener. O'shaning nimasi bilan Allohu o'sha 3 ta medal, 6 medal olganmiz Rio de Janeyroda. O'sha tarixga kirgan olimpiada bo'lgan o'sha. Komanda bir olganmiz olimpiadada. Ular trenerligi boshchiligida. Ha, ular boshchiligida. Shu Toshkentda, O'zbekistonda ko'chalarda oxirgi marta qachon urishgansiz? Eslolmayman to'g'risi. Chunki urush sportchiga emasda. Ko'chada. Ko'chada. Yo, bu kimdir aniqladimi ko'chada o'zi? Tashiydimi? Yo'q. Unaqa holat to'g'risi bo'lmagan, aytyapman-ku, unaqa holat tanimasdan, misol uchun, ruldami? Ha, yo'q, unaqa holat bo'lmagan. Вообще Bo'lmagan. Bo'lsa ham biz iloji boricha bilamiz. Nima deydi? Tinchlik tarafdorimizda. Uzr so'raymiz agar chaqirishmaydimi sizni Isroil aka, ishkal bo'lyapti, keling turib bering deb. Ha. Bo'ladi. Bo'ladi, lekin biz nimalarga bormaymiz. Aralashmaysiz? Aralashmaymiz. Bahodir aka, mana endi siz baquvvat odamsiz. Bu kimdir kelib Bahodir aka, ancha ishkal bo'lib qoldi. Keling turib bering, men buncha beraman degan takliflar bo'lganmi? Yo'q, unaqa taklif bo'lmagan. Unaqa taklif bo'ladiganlardan uzoq yuraman, to'g'risi. Menga do'st odam unaqa taklif bermaydi. Chunki men sportsmen odamman. Ko'chada birovni yoki urasiz yo jag'i sinadi yoki o'lib qoladi, u sizga ham problema, unga ham problema. Unaqa problemalardan iloji bo'lsa uzoq yurish kerak yoki o'zingizga bir zarba tegib qolishi, o'zingizga bir nimadir tiqib olishi mumkin. U sportsmen odam, men o'ylayman, bor kuchini chiqadi, ringga boradi, zalda bittasi bilan sparring partnyor bilan solishadi 10 raund. U ko'chada urishgisi ham kelmaydi keyin. Shunaqa, ko'chada urishgisi kelgan odam chiqsindan ringda urishsin. Ana bor kuchini ringda chiqarsin. Nima pichoqvozlik ko'payib ketdi? Ana shular kelsinlar, zalga endi 2 kun trenirovka qiladi, kimdir kim pichoq olib nima bo'lib ketadi. Undan ko'ra chiqish kerak-da, chiqsinda trenirov agar shunchalik urishgisi kelsa, chiqish kerak-da, ringda urish kerak. Yoki bo'lmasa tatamiga chiqib urishsin. Qancha bo'lsa perchatkani kiysin, qancha bo'lsa sparring partnyor bilan urishsin. Ana u odamni ko'chaga chiqib urishga xohishi ham qolmaydi. Uje charchiydi u odam urishda. Biz masalan, to'g'risi har kuni urishib sparringlarda to'g'risi urishimiz ham kelmaydi-da, o'sha odam anaqa bo'lib qoladi-da. Endi baribir hayotingizda urishgansiz. Yoshlikdan o'sha birinchi marta urishganingizni eslaylik. Qanaqa bo'lgan? Nimaga? Yutganmiz, yutqizganmiz? Men yoshligimda, kichkinaligimda futbolist bo'lsam ham yaxshi urardim. Yoshlikdan o'rganib bo'lgan, ha, yoshlikdan bo'lgan, chunki qo'shnimiz bor edi, qo'shnimiz o'sha o'rgatardi menga urishni. Lekin qo'rqmasdan urardim. Kichkina bola yuziga urishga qo'rqadi ko'pchilik. Men umuman qo'rqmasdim. Urardim. Ha, yoshlikdan shu nima qilardi, keyin bolalikda. Yoshlikdan baqmat edingizmi? Bo'yim uzun bo'lgan, lekin ozg'in bo'lganman. Ha. O'zi shunaqa bo'lgan. Bo'yim uzun, ozg'in. Shu 94-yil bo'lsam, 93-92 kattalar bilan urishib turardik. Men bo'ylaringizni tomosha qildim. Menimcha o'tda unaqa imkoniyat ham bermayapsiz. Bu 2016-yil bo'lgan bu travma. Yo'q, o'shada hozir men aytaman, hozirgi oxirgi bo'ylaringizda imkoniyat ham bermayapsiz. Odamga menimcha travma qoldirishga. Shunaqa maqsadmi? Endi iloji boricha men shunaqa sportsmenman. 10 ta o'tkazib, 10 ta urib 9 ta o'tkazadigan sportsmen emasman. Iloji bo'lsa birdan uraman, o'zimga ko'tarib o'tkazmayman. Chunki erta sportdan yashasham kerak-ku. Sal aqlli sportsmen uzoqqa boradi. Kim eng kuchli o'zbek boksorlari sizning fikringiz bo'yicha? Qayerda? O'zbekistonda. No, shu dunyoga perspektivasi bor. Murodjon ikkita kamar sohibi, 4 ta kamarni abidin qilmoqchi. Siz shogirdingiz? Ha, bu Murodjon, конечно, kuchli bo'ladi. Murodjon hozir nomer 1 O'zbekistonda. Ne только O'zbekistonda, dunyoda, O'zbekistonda tarixida bo'lmagan ikkita kamar sohibi. Mana Murodjon bu rekord qo'yib yetdi dunyo bo'yicha. Hamma sportsmenlar Instagramda. Sizni ham Instagramingiz, mana shu ko'rsatamiz, taniqli, qancha obunachi 600 mingta, 626 mingta, galochkangiz bor, vaynlar ham bo'lib turar ekansiz, reklamni kontraktlar ham bor, bilishim bo'yicha. Qanaqa rol o'zbek o'sha sportsmenlarida Instagram rol o'ynaydi? Taniqli bo'lish shartmi? Yaxshi kontraktlar olish uchun, misol uchun. Endi o'z-o'zidan Instagramga hozirgi kunda
ko'p narsa bog'liq bo'lib qolgan. Haqiqatdan. Shu reklama ham baribir o'shani nimasiga bog'liq. Sizni shu Instagramingizdagi obunachilaringizga, nimalaringizga reklama nima taniqligingizga qarashadi, qaraydi baribir. Ham u Instagram живойmi nimami o'shanga qarabda. Masalan, ko'pchilik nima nakrutka qilib oladi. Unaqa nimalar emas. Siz nakrutka qilmagansiz? Yo'q, u chunki sportchilarning baribir o'zini brendi bor-da. Shu brend orqali shu darajaga yetib keldi. O'shanga ham masalan kontrakt bo'ladi. Albatta birinchi navbatda brend bo'lishi kerak-da odamning. Bo'ldi. Xo'p. Bitta stories yo post necha pul turadi akkauntingizda? Yo'q, unaqa narx qo'yilmagan. Biz kontrakt qilamiz. 1 yillik qilamiz. Misol uchun 1 yillik kontrakt. 20 ming, 25 ming shunaqa. Bu kattaroq brendlarmi? Unaqa har kuni reklama qo'ygandan ko'ra 1 yillik kontrakt qilib chiroyli ishlab yurgani yaxshi. 25 ming. Bitta urishchi qancha pul olib keladi? Mana professionalda pul to'laydi do'stsiz. Pul to'laydi. Endi masalan u sizni qanaqa natija ko'rsatishingizga bog'liq. Chunki aytib o'tganimizdek, boya havaskor boksdan chiqqanmiz. Havaskor boksda siz qanchalik yaxshi natijaga erishgan bo'lsangiz, mana professional boksda sizni kontrakt qo'yishingiz nimasi kattaroq bo'ladi, gonorar. O'shanga o'xshab, masalan, Olimpiada, jahon chempionatlarini yutgan bo'lsangiz, ancha-muncha yaxshi. Har bitta o'tgan bokschini professional boksga gonorari kontrakti bo'ladi. U o'sha chempionlik jangigacha bo'ladi-da, o'sha bir xil bo'ladi. Taxminan qanaqa summalar bu? U taxminan masalan har xil. Hammaniki har xil bo'ladi-da. Bilaman, endi o'rtancha olsaydi, просто orientirlarni bilish uchun. 5 ming, 10 ming bo'yiga. 15 ming shunday. Boksyorlarning undan tashqari oyligi bormi? Professional boksda yo'q. Oylik yo'q. Professional boksda yo'q, chunki u yerda sizga menejeringiz to'laydi hamma narsani. O'shanga masalan menejer berishi mumkin, lekin u menejerga siz o'sha to'lagani uchun o'sha nimangizdan, gonoraringizdan berasiz. Menejerga berasiz. Trenerga berasiz. O'shanaqa. Masalan, siz o'sha yerda ularni nima olib berasiz. O'zlarining nimalari oladigan pullari bo'ladi. Xo'p. Lyubitelskiyda u oylik bor. Masalan, Osiyo jahon chempionatlari, Olimpiada o'yinlariga qatnashsangiz yo o'rin olsangiz, o'sha yerda Olimpiya komitetdan pul beriladi. Lyubitelskiyda. Bizlarni yoshlar ham ko'radi. Yoshlardan tashqari erkak kishilarning hayotida bab urush bo'lib turadi. Misol uchun ko'chada meni kimdir urmoqchi. Men bu situatsiyadan qocha olmayman. Bu priyom ko'rsatib bera olasizmi? Nima qilay? Hadiga uray. Qanday qilib o'zimni himoya qilsam bo'ladi? Bitta narsani aytishim mumkin. 3 kilolik ko'rinmagan udar jag'da tegsa uxlaydi. 3 kilolik 3 kilo ko'rinmagan udar, qanday ko'rinmagan? Siz udaringizni bundoq berishsa bo'ldi. Yo'q, ko'rmadik o'sha udarni, bo'ldi uxlaysiz. Agar ko'rsangiz 100 kilo udar tegsa ham uxlamaysiz. Ko'rsangiz udarni. Sizni shunaqa uxlatishgan payti bo'lganmi? 2019-yil 2009-yil Jizzaxda O'zbekiston chempionati bo'lgan. 2009. Unda Maladiyo yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempionati 13 yil oldin. O'shandan keyin Qoraqalpog'istonlik bir boksyor bor, yaqindan sparing yordamga keldi menga bola. Qozog'istonda hozir yashayapti. Nursulton Amanjalov deydi. O'sha stopdan keyin meni bir urib uxlatib qo'yganda o'sha moment bor. Sudya stop degan? Stopdan keyin urib uxlatgan. Bokschilar chempion bo'lishidan oldin unaqa boy yashamaydi. Tushunishim bo'yicha oddiy umuman bittada chempion bo'ldi. Bittada pul kelishni boshladi, reklamni kontraktlar, taniqli o'tga kelib tanishib boshlashdi. Nima his etdingiz? Qanaqa u? Endi mazzami oddiy qilib ketganda? Yo'q, endi mazza-yu, lekin siz aytganingiz sal nima bo'ldi? Birdan bo'lmaydi bu narsa. Chunki aytganingizdek bu yerdagi bizni 15 yillik mehnat turibdi. Siz 15 yil hech nima bunday qarasiz, biznes nimasida oladiganingiz minusdasizda. Keyin 15 yil minusda turib, o'sha masalan 16-17-yillari уже siz bir nima ishlayapsiz. Da masalan. O'shanaqa holatda bu yerni birdan deb bo'lmaydi-da, chunki siz mehnat qilgansiz 15 yil. Sabr qilgansiz, masalan travmalar bo'lgan, unga siz hech kim to'lamagan-ku masalan-da. Siz hozir lekin o'sha narsani rohatini ko'ryapsiz, mevasini yeyapsiz-da.
Rohati shu stoyilami? Mana shu 15 yil ishlash. Alhamdulillah. Mana shu qiziq payt. Mana qarang, siz yutyapsiz, chempionsiz. Vashe professional boksda 12 marta yutgansiz, bir marta ham mag'lubiyat bo'lmagan. Odamlar sizga ham chap cholyapti, ham kutyapti. Lekin qo'rqinch bormi, ertaga yutqizishni boshlaysiz, hamma bo'ldi, bu charchadi, bo'ldi. Ko'p sportsmenlar mana shunday unutilib ketadi-yu. O'zining vaqti bor. Shuni yo'qotib qo'yish qo'rqinchi bormi? To'g'risi, hammamiz bir insonmiz, Allohning bir bandasimiz. Alloh hammaga mashhurlikni beradi. Mashhurlikni ham oladigan Allohning o'zi. Alloh qachon oladi, bu bizga aniq emas. O'shaning uchun hamma narsaga tayyormiz inshaalloh. Misol uchun mana Alisher Usmonov ayollari bor, Irina Vinner, gimnastika bo'yicha. Ularni ham juda ham qattiq trener deyshadi-da. Misol uchun o'zlari ham chempion bo'lmaganlar, lekin shunaqa usloviyalar qo'yishadiki, что bilmayman tam qizlar yig'lab, sinib, bizda ham qattiq mushab, no shu orqali shuncha chempion tarbiya qildi. Shunday qattiq qo'llik bu sportda juda eng zo'r metod. Nima qilsa chempion bo'ladi desa men aytaman. Urish va yana urish. Tayoq va yana tayoq. O'zi urmaysizmi, bo'ldimi? Sizni bolalarga shioring nima desangiz, men Luboyda mana nima qilmayman. Telefon qilib, shuni hozir ham telefon agar bo'lsa telefon qilib Bahodir sizlarning shior nima edi desangiz aytib beradi. Ular u paytlar ochidi. O'shaning uchun shunaqa narsaga erishdi. Xos ancha-muncha to'qroq. Nima keyingi o'sha motivatsiya, qanday o'sha voslar, что yana chempion bo'lish qiyinmi? Men to'qman deydimi, уже pishdi degani u. Bo'ldi, u hech narsa yo'q. Holi biz jahon chempioni bo'lganimiz yo'q professionalda. 4 ta kamarni olganimiz yo'q. Olganimizdan keyin biz sal bo'lsa ham uspokоиться qilishimiz mumkin. Bo'lmasa, paka bular 4 ta kamarni professionalda ham olmasa, Bahodir 2-olimpiadani yutmasa, biz uspokоиться qilishimiz qiyin. U shu narsani biladi. Qarang, 100 ta sportsmendan 5 tasi uzoq borsa chempion bo'ladi do'st. 95 tasi chempion. Masalan, chempion. Ularni unutib yorishadi, bo'ldi. Ha, shunaqa. Ertaga siz yutqizib yorsangiz, sizni ham unutib yorishadi. Ha, albatta bu sport qonuni. Qo'rqmaysizmi bundan? Yo'q, nimaga? Masalan, nima deydi, o'zimizni ishimizni qilamiz, nima deydi, mehnatimizni qildik, o'sha O'zbekiston uchun, xalqimiz uchun. Masalan, u insonning o'zi nomi, ismi, nomi nima? Unutuvchi degan ma'noni anglatadi uchun. Bunda hech qanaqa xafagarchilik yoki boshqa narsa emas. Boriga qo'nikib yashash kerak bo'ladi. Bahodir aka, pul haqida gapirishni yoqtirmaysiz, bilaman. Lekin endi baribir biz so'raymiz. Ilojimiz yo'q boshqa. Qarang, uylarni olib o'tsak, shu yerda hovlingiz bor. Bu remonti siz 400 mingga oldingiz, yana remontlar bilan 500 ming deylik. Yo'q, 500 ming emas, 400 minglarga. Da? Yana qiladigan narsalarim bor do'sti bu yerda. Yo'q, bo'ldi. Da, tugadimi? Endi ko'cha tarafida 400 ming tey bo'ladi bu yerda uyi. Da, примерно. Basri Baban tepasida uyim bor do'st. U taxminan necha pul turadi? Endi bilmadim, u qancha? Bordir 160 ming, 170 ming. U ham qimmat xonadon sentr. Da, joyi yaxshi, keyin remont ham yaxshi uni. Uni 2019-yil prezidentimiz padarga qilganlar. 2019-yil. Yana nima katta sovg'alar bo'lgan? Uy bo'ldi, kottej bo'ldi. 2 sotiqlik kottejim bor, geofizikada mana bu Mirzo Ulug'bekda. U qurilganmi yo qurilyapti? Qurilgan. U yoqda men student jiyanlarim bor, o'shalarga berganman, turinglar. Prosta yashaylar. Arendaga ham bermadingiz? Yo'q, arenda bermadim. Kottej, taxminan necha pul turadi? U ham bordir, bir 250 ming, 300 ming bordir bu ham. Endi bilmadim, uni olimpiadadan podarka qilishdi uni. U ham podarka. U olimpiadadan bo'lgan podarka. Yana nima podarka qilishgan? Taxo mashina podarka qilindi. Keyin shu pul bo'ldi, 200 ming dollar pul bo'lgan. Keyin bu o'zim sotgan. Mayli, eti bo'lmaydigan odamlar eng qimmat sovg'a nima bo'lgan misol uchun? Etmasangiz bo'ladi, kim sovg'a nima qildi? Misol uchun Mahmud Murodov 100 ming dollarga soat sovg'a qilishdi dedi. Sizga shunaqa sovg'alar bo'lganmi? Pul bo'lganda menga qancha berishgan? 50 ming dollar, 100 ming dollar. Nima deb 100 ming emas, 50 ming bo'lgan. Nima deb berishadi unaqa pulni? Men Bahodir. Endi sovg'a qilib berishganda. Endi yutganimizga xursand qilib berish, surxo'rdan bu berishgan. Shu o'zi men to'g'risi, alhamdulillah, men bu endi baribir musobaqadan yutamiz, gonorar olamiz.
nima qilamiz? Bu iloji boricha bir narsa biznes qilmayman. Chunki O'sha bizneslaringiz bormi? Endi so'rab yo'q, biznesim yo'q. Biznes qilmayman chunki yo sport qilish kerak, yo biznes qilish kerak-da. Hech qayerda do'laysiz ham yo'q. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Hech qayerda unaqa. Oddiy qilib aytganda katta maqsadingiz Olimpiadani o'sha 2 marta yutish. Xudo xohlasa, Alloh taqdirimga yozgan. Yuriy ozgina tinchidi shundan keyin. O'sha narsani maqsad bo'ladi-ku baribir. 2 marta yutaman degan maqsad. 2 marta mir, 2 marta Olimpiada. U keyin 3-marta prezident ko'rishar ekan, aytar ekansiz, mana yana so'z beradi. Inshaalloh. Bu safar oxirgi marta mana shu aytganingizda nima deb so'z berdingiz o'sha? Yeyinga so'z berdingizmi o'tgan safarda? Olimpiadaga yutib kelaman deb. Professionalda kamera olaman dedim, xudo xohlasa. Ha? Shunga hoj etyapsiz. Xudo xohlasa o'shanga. Qarang, xo'p, faqat boks bilan shug'ullanasiz. Bu yerdan sovg'alar, Instagram bor. Instagram hozirgi bizani yangi paytda katta biznes. Reklama kontraktlaringiz ko'pmi? 3-4 ta bor. Da? Yiliga taxminan necha pul olib kelish mumkin bitta reklama kontrakt? Yo endi to'g'risi yiliga mayli, oyiga Instagram necha pul olib kelish mumkin? Taniqli, mana shunaqa boksyorda 1.200.000 obunachingiz bor. 1.300.000mi? Qancha qancha chiqaramiz 1.300.000? Olib keladi 10.000, 15.000. 10.000 a? Bu o'ldim deganda menimcha. Skromnisiz qoldilar. Bahodir aka, eng ko'p sizni olgan gonoraringiz qaysi urushga bo'lgan? Olimpiada o'yinlari $200.000 olganman. $200.000 a? Endi 2023-yilda O'zbekistonda o'sha jahon chempionati bo'lganda kattaroq gonorar bo'ladimi? $200.000 qo'yilgan unga. Jahon chempionati $200.000 qo'yilgan unga. Nima sizni eng kuchli motivatsiya? Shuncha narsaga erishgansiz, mana hamma narsangiz bor, yo yana Olimpiadani olaman deysiz. Потому что bir xil sportsmenlar, futbolistlar misol uchun katta pul kelgandan keyin sal ko'ramiz, yomonroq o'ynashni boshlaydi, уже bo'ldi, расслабиться qiladi. Siz nimaga hali ham o'zi tonusda ushlab turibsiz? Maqsadim inshaalloh tarixga qolish. O'shaning uchun. Ya'ni pul emas. Yo'q. Shu O'zbekistonga tarixiga o'zim ismimni qoldirish. Birinchi o'rinda niyatim inshaalloh. Nimaga 2 marta mer, 2 marta Olimpiada, yaxshi bir sportchi degan nom bilan sportdan chiqib ketish bu hamma sportchining orzusi. O'zbekistonda dunyoda eng kuchli bokslardan biri hisoblanadi. Eng kuchli bokschi ham bo'ladi. Boks. Nimaga? Endi o'sha aytib o'tganimizdek, masalan bitta pokoleniya bizda masalan o'sha Rioda chiqdi. Undan keyin o'sha kichkina bolalarda motivatsiya juda ham kuchayib ketdi-da. O'sha narsaga. O'shandan keyin o'sha zanjir bo'lib ketdi-da. O'sha yoshlar chiqyapti. Ya'ni qancha mana shunaqa chempion premyerlar bo'lsa, shuncha ko'p yoshlar motivatsiya bo'ladi, qiziqib. Demak, nima faktda bu masalan, mana bo'ldi, shular ham bizdek bo'lgan ekan. Mana chempion bo'lishdi, bizlar ham bo'lamiz degan bir o'y xayol bor ularda. Avval u masalan chempion mira bo'lish yoki chempion olimpiada bo'lish ular uchun qilib bo'lmaydigan narsa bo'lishi mumkin. Lekin o'sha birdaniga 3 ta, 4 ta, 5 talab olimpiada chempionlar, jahon chempionlari chiqib ketgandan keyin o'sha bo'lyapti. Bo'lar ekan degan xayol nima bilan tiqishyapti triyomfkalarga. To'lqin aka Qilichev qanaqa hayotingizda rol o'ynagan? To'lqin aka birinchi ustozim meni. Nima deydi, yoshlikdan katta qilgan, urib katta qilgan. Shu yoshlikdan sizni ko'rganlar-da. Da, shu 8-sinf, 7-sinfligimdan shu To'lqin aka kelgan, ko'rgan. O'zlari nima qilib zborlarga birga chiqqanmiz. Nima deydi? O'sha birga yashaganmiz, To'lqin akani o'zining uyida ham yashaganmiz. Shu Chirchiqda uylari bor edi. O'sha birinchi To'lqin akani uyida yashaganmiz o'zimiz. Birga hammamiz shu bitta mashinalarni Captiva'ga 8 kishi kirardik, ketardik tog'ga zvorga. Ya'ni sizlar bilan o'tganlar. Da, biz bilan birga o'tgan. Bahodir aka, misol uchun mana oxirgi payt 3 ta bo'y olib bordingiz-a. Bittasi mana 50 ming yutdim deysiz, o'tda yana 30 ming qanaqa necha pul mana общий yutdingiz? Mana masalan hozir to'g'risini aytsam, masalan Amerikadagi bo'yimda 60-70 ming ishlagan bo'lsam, bu yoqdagi bo'yimda, Dubaydagi bo'yimda 50 ming ishladim. Menejerski bor, 30% menejerski ketadi, trenerski ketadi, 30% menejerski ketadi. Bo'yi qilib bergan odam, ha? Ha, bo'yida qilib bergan odam qoladi. 50 ming qoladi-da, qolsa-da shu 2-3 ta bo'ydan. Endi u yoqda qancha tayyorgarlik, qancha psixologiya, 10 raund urushga nastroy qilasiz, 2 oy oldin tayyorlanasiz Amerikadagi. Bunga ham 5 raund
prosta kelmaydi-da, bular bor-ku. Hayot, risk. To'lqin aka, men tushunishim bo'yicha hobbingiz bor. YouTube kanalingiz bor. To'lqin Qilichev degan ham chiqaramiz, ko'rsatamiz. O'zingiz olib borasiz. Shaxsan. Palapartish olib boraman. O'zingiz qiziqasiz tushunishim bo'yicha. Hobbiga nima to'g'ri, mana shu hayotiy to'g'ri kelgan narsani urib ketaveraman. Ustozimni tabriklayman, mana Saken Po'latov. Endi men nima uchun uni qilaman? To'g'risini aytsam, bir maqsadim, u gap nimada emas, o'zimizdan bir narsa qolsin deyman-da. Erta hammamiz o'rib ketamiz, shu YouTube qoladi deyman-da, shu u yosh pokoleniyaga ham bu dars bo'ladi-da ko'p. Masalan, bizni qilayotgan ishimizni hammasini YouTube kanaliga tiqib kelaman. O'sha maqsadda, shu 50 mingta obunachi qilib qo'yibsiz. Bizni shu maqsadda eslab qolsin, shu farzandlarim ham, nevaralarim ham nasib qilgan bo'lsa, o'shalar qolsin deb. Qolgani bir tiyin u. Pul, mul, unisi u yerda bir narsa ishlaydigan narsa emas, hech nima joyim yo'q-da. YouTube'da 50 mingta obunachingiz bor, Instagramda 188 mingta obunachingiz bor. Instagramda eng qizig'i yana galashkangiz ham bor. Juda ham muhim narsa, bilasizmi yo'qmi? Juda ham qimmat galashka qilish, juda ham qiyin. Shunday deydi endi. Misol uchun menda Instagramimda bir 20 millionta prosmotr bo'lsa, oyiga ham baribir galashka hali berishmayapti. O'tib ketgani sizda bor. Olib beraymi galashka? Olib beraymi? Zo'r bo'lardi. Mayli, unisi mayli. Baribir taniqli odam bo'ldingiz. Alloh. Ko'chada tanishyapti. Alloh. Instagram, shu YouTube'laringiz qanaqadir do'p pul olib keladimi? Sabab bolalar bilan gaplashdik. Bolalarga misol uchun kontraktlari bor. Instagram yaxshi pul olib kelyapti. Men hech kim bilan kontrakt tuzmaganman. Men kim iltimos qilsa, hech bitta odam yo'qki, iltimos qilgan odam menga chiqib, işte men Instagramga qo'ymagan. Mana shogirdlarim aytadi, nima bo'lsa qo'yaverasiz deydi. Nima bo'lsa tiqaverasiz deydi, qo'yib. Men aytdim, nima qilishim kerak? Men hech kim bilan kontraktim yo'q, hech kimdan pul oladigan joyim yo'q. Luboyga ayta olaman. Bunaqa o'xshash yo'qmi? Bunaqa menga bunday kelib pul beraman degan joy yo'q. Qayerda pul beraman deydiganlar Xbet, unisi, bunisi menga to'g'ri kelmaydigan narsa. Qiziq masalaga to'g'ri keldi. Xbet qilib ber, uni qilib ber, shuncha pul beramiz deb. Endi men birinchi tushunmardim, birinchi qiziqib ko'rdim, keyin bolalar tushuntirib beryapti. Endi men bolalarim, uchuniklarim, shogirdlarim nima qilsa shuni qilaman. Stavka reklama qilmaysiz? Yo'q, ularga qarshi bu narsa qilmayman. Ular ustoz nima qilganingizni desa, yomon yo'q. Sizni bolalaringiz ham stavka reklama qilishmaydi? Qilmaydi. To'lqin Qilichev qanaqa rol o'ynaganlar hayotida? Katta rol o'ynagan, chunki bizni shu yerga Toshkent shahriga kelganimizdan keyingi ishongan odamimiz shu inson bo'lgan, chunki hammamiz ota-onamiz ham, o'zimiz ham shu insonga bog'lanib qolganmiz. Nima ishimiz, nima problemamiz bo'lsa, aytamiz, shu inson bizga qo'ldan kelgancha hal qilib, nima qilib berishgan. Hozirgacha ham shunaqa. Do'stlar, tanlov Isroil aka bizdan shart, sizdan sovg'a. Shart, Isroil aka qachon dunyo chempioni bo'ladilar? Pozitiv eng yozgan kommentariyaga, Isroil akaga eng yoqqan kommentariyaga tanlab, o'shanga sovg'ani berib yuboradilar. Nima sovg'a qilsa bo'ladi? Endi o'zimni nima deb kichkina brilokcha perchatkam bor. Xudo shuni. Boksyorga mashinaga qo'ysa bo'ladi. Bo'lmaydi, kadrini ko'rsatamiz. Isroil aka intervyu uchun rahmat. Keyingi safar o'sha chempion bo'lganingizni ko'rishib qolamiz degan umidda biza. Charchamang. Xo'p. Endi to'g'risi yosh sportchilarga bir narsani maslahat bermoqchiman. Yaxshi o'qish kerak. Birinchi o'rinda aqlli odamdan yaxshi sportchi chiqadi. Aqlli boladan yaxshi sportchi chiqadi. Umli bo'ladi. Chunki nimaga? Boksda dolli sekund hamma narsani hal qiladi. Dolli sekund hal qiladi. O'shaning uchun nima kerak? Fikrlash kerak, aql kerak. O'shaning uchun o'qishda ham, sportda ham vaqtida yaxshi olib borish kerak deb o'ylayman. Agar sportda olib boraman, o'qish tashlayman deydi-ku, undan yaxshi sportchi chiqmaydi. Chunki yaxshi o'qish kerak, sport bilan shug'ullanish kerak, vaqtida uxlash kerak, rejimni to'g'rilash kerak. Asosan disiplina sportda katta muhim rol o'ynaydi. Zalda, mashg'ulot paytida o'z vaqtida borish kerak. Bular ham katta rol o'ynaydi. O'z ishiga, o'z qiladigan ishini yaxshi ko'rib qilish kerak-da, sportchi birinchi o'rinda. Mana shu boks sportlarini, dzyudomi, futbolmi, qaysi sport tanlasa ham yaxshi ko'rib, sevib qilish kerak. Yaxshi ko'rib qilmasa, natija bo'lmaydi. Va o'zi nima deydi? O'ziga ishonib, siz maqsadni qo'yib, o'sha maqsadga qarab bosish kerak. Allohga tavakkal qilib bosish kerak, inshaalloh yaxshi bo'ladi hammasi. Yosh ukalarimizga shunaqa maslahat beraman. Bahodir aka, oxirgisi har bitta mehmonimiz
tanlov e'lon qilamiz. Sizdan sovg'a, bizdan shart. Bahodir Jalolov 2023-yil, xudo xolasa, shu O'zbekistonda o'tadigan jahon chempionati yutganlarida nima sovg'a qilishadi? Yo, necha pul sovg'a qilishadi? Kim shuni qiziqarli, pozitiv holda tasvirlaganga Bahodir aka Perchiska bersam bo'ladimi? Podpis bilan o'zim. o'zi shaxsiy. O'zim shaxsiy, o'zimni tushgan perchaskamni podpis qilib qo'yib beraman. Bo'ldi, zo'r. Bahodir aka, suhbat uchun rahmat. Mazza qildim. Mayli, Bahodir Jalolov formadan ham beramiz. Forma bilan perchatka. Bo'ldi, kelishdik. Bahodir aka, suhbat uchun rahmat. Chin ko'ngildan xursandmiz, что mana shunaqa noldan ko'tarilsa bo'ladi. Shuncha narsaga erishib turib ham ruhiy simmiy dalsh ketyapsiz. Omad tilab qolamiz. Rahmat. Xudo rozi bo'lsin. Rahmat. Do'stlar, biz To'lqin Qilich bilan yo'lga chiqdik. Hozir Toshkentdan biz Yangiobod o'sha sportsmenlar, bokschilar bazasiga ketyapmiz, maktabiga. U yerda ko'pgina olimpiyskiy chempionlar trenirovka qilishadi. Hozirda biz bugun To'lqin aka qanaqa trenirovkani olib borishini ko'ramiz, qanaqa trenirovka o'tishini ko'ramiz va u yerdagi sportsmenlar bilan qisqa suhbat quramiz. Ketdi. Do'stlar, mana 2 soat ham o'tmadi, yetib keldik Yangiobodga. Shu yerda trenirovka qilishar ekan, mana tog'. Mana uylar. Mana bitta zal. Kirib hozir ko'ramiz, gaplashamiz. Bolalar ketdimi? To'lqinga qayerga keldik? Bu Yangiobod qo'rg'oni. Bu Angrenni tepasida do'kondan o'tgandan keyin suv sathidan 1,5 ming metr balandlikda. Bu sobiq ittifoq paytida Moskvaskiy nima bo'lgan, ta'minot, обеспечение bo'lgan. SSR uylari turibdi. Kon, shaxta, nima ruda qazadigan joy bo'lgan. Mana bizning bazamiz shu yerda, boks bazasi. Shu boksyorlarning bazasi bu. Nimaga baza hamma chempionlar shu yerdan chiqqan. Nimaga aynan shu yerda baza shunaqa uzoq 2 soat Toshkentdan? Endi shu yerda o'sha payt shu yerda qolgan, shu bo'lib qolib ketganda. Sportsmenlar ko'pmi deyman? Assalomu alaykum. Yaxshi. 300 ta, 400 ta bor sportsmen. Yaxshi. Monnobboy, tabriklayman. Mana bu yosh bolalar yurgan hammasi boksyormi? Hammasi boksyorlar. Necha yuzta odam bu yerda yashaydi? 300 talar bor hozircha. Ular 500 tagacha ko'payadi. ular o'zini puliga yashaydimi bu yerda? Federatsiyani nimasida bor, shotida zasoshet kelganlar bor o'zini puliga. Kim sborniy komandada bo'lsa, federatsiyani nimasida. Kim nima bo'lsa, zasoshet. Становись, bu yoqqa silji. Siljiymiz. Становись. Равняйсь. Смирно. Salom bo'linglar. Вольно. Sparingga o'tdi. Ertalab trenirovkani ham qildilaring, to'g'rimi? Sparingda hammalaring o'zlaringni nimaga qodir ekanliklaringni, nima yetishmayotganliklarini o'zlaring chust qilgansizlar. Birinchi navbatda trenerlaring aytmasdan, to'g'rimi? Ringda. Yana to'g'rimi? Kimdir charchab osilib qoldi, itga o'xshab, kimdir nima edi o'zini yaxshi ko'rsatdi, kimdir qotib qoldi, kimdir chiqdi aynan bilan shokka tushib qoldi, nimaga bunday bo'lyapti deb. O'zimizning boshimizdan o'tgan narsa-da.
100%. İchlaringdagini faqat o'zlaring bilasizlar. Bilamiz. To'g'riligini, gapimni to'g'riligini o'zlaring his qilasizlar, kimga qanday bo'lgan. Lekin nafoni mana shu kachatsa, nafoni mana shu protsessda sparing qilingani yaxshi. Imminda sparingga formaga kirish shart emas. Formaga 2 martami kirasan, 3 marta. Yil bo'yicha jahon chempionatiga, Osiyo chempionatiga, olimpiadaga yoki 30 marta. Olimpiyskiy chempion. Qayerda yuribsan? Senga отдельно qilib aytdim boya. Yotma yoqqa. Tushmo. Давай. Tushundilaringmi gapimni? Ha? O'zini yaxshi ko'rsatgan, o'zini o'sha yaxshi tarafdan ko'rsatgan, o'zini nima qilsa ham shu kuchini oxirigacha ishlab ko'rsatgan o'sha bolalar baribir rezultat qiladi. Ringda chala qolib ketdimi, kuching oxirigacha chiqarmadingmi, возможностьing bor edi, uje sen propuskat qilding o'zingni shansingni. Uni trener biladi. Chunki seni potensialingni bilamiz-da, hammamiz bilamiz. Shu yerda hamma trenerlar biladi, kim nimaga qodir ekanligini. Ana Martagacha aytmoqchi, bizda tiriklar bor, o'liklar bor. Bizda ana kasallar yo'q deydi-ku, shunga o'xshab. Bugungi plan trenovka bolalar razminka qilamiz. Ertalab yugurgansizlar. 10 minut razminka, 20 minut shkola boksa qilamiz. Savollar bo'lmasa, bugungi nima ответственный Farruh akanglar boshlab o'tadi. Farruh akanglarning zadaniyasiga qarab trenovkani o'tamiz. Tushunarlimi? Hasanboy aka Do'smatov. Hasanboy Do'smatov 1993-yil 24-iyunda Andijon viloyatida tavallud topgan. O'zbekistonda taniqli 49 kg toifasida jang olib boruvchi bokschi. Hasanboyning eng yirik g'alabasi 2016-yil Rio de Janeyroda bo'lib o'tgan yozgi Olimpiada o'yinlarida erishgan oltin medali hisoblanadi. Professional boksda 5 ta g'alaba, havaskor boksda 97 ta g'alaba va 17 ta mag'lubiyat. Hasanboy aka, birinchi savol. Siz Olimpiadada Rioda chempion bo'lgansiz, to'g'rimi? Tilla olgansiz. O'shandan katta karyerangiz boshlangan desa bo'ladi. Rio 2016 Olimpiadasida dastlabki oltin medalni ham aynan Hasanboy olib keldi. Musobaqa yakuniga ko'ra Do'smatov sir bo'lmasa, necha pul berishgan? Rioda yutganingizda Olimpiadada. Yutganimizda 200 ming. 200 ming dollar. Albatta bu birinchi o'ringa, lekin Malibu avtomobil berdi. Hozir sir bo'lmasa, mana qarang, o'sha Rioda yutganingizda, shuv dedingiz. Keyin undan keyin nima bo'ldi? Sal yo'q bo'lib qolgandek bo'ldingiz. Sal yo'q bo'lib qolmagan. Hamma shunaqa deb o'yladi, lekin har bitta musobaqamda faqat oltin bo'lmagan xolos. Lekin bo'lganida bo'lgan. Masalan, undan keyin Osiyo chempioni bo'lgan. Osiyoda serbro oldingiz, to'g'rimi? Osiyo o'yinlarida serbro bo'lgan. Osiyo chempionatida chempion bo'lganman. Illyusiy boksor bo'lganman Osiyoda hamda. Bitta Tailandda 2009 shu medalsiz bo'lgan. 2017. Hozir qanaqa plan endi? Men biroz переживать qilmayman sizga. Qanday endi hozirgi plan Parij Olimpiadasi. Parij Olimpiadasi. Bu yil jahon chempionati bo'ladi O'zbekistonda. Shunda qatnashish va Osiyo o'yinlari bor sentyabr oyida. Keyingi yilgi Parij Olimpiadasi. Hozir qarang, chempionatda ishtirok etmasangiz sizga oylik to'lashadi. Yo'q, ishtirok etmasangiz oylik to'lashmaydi. Hadi. Faqat asosiy pul kelishi bu chempionat, olimpiada bo'yla. Xo'p, mamlakat savol. Ko'rgandirsiz internetda Shohjahon Ergashev bilan Shahram Giyasov bo'y bo'lish kerak. Kim yutadi deb o'ylaysiz? Endi avvalo ring oldindan bilsa deya olmaymiz. Shaxsiy fikringiz. Endi shaxsiy fikrim hozirgi kunda Shahramda nimalari ko'proq deyman. Chunki u juda katta musobaqalar ko'rdi. Keyin soperniklari ham yaxshi soperniklardan o'tdi deyman deb o'ylayman. Shuning uchun Shahramning imkoniyatlari kattaroq deb o'ylayman. O'zini yo'lini boshlayotgan sportsmen boksyorligi
nima tavsiya bergan bo'lardingiz? Birinchi o'rinda omad hammasiga, mehnat qilib harakat qilsa, maqsad qo'ysa, albatta maqsadga erishadi. Hasanboy aka, rahmat, omad tilab qolaman karyeringizga. Fazliddin G'oibnazarov 1991-yil 16-iyunda Toshkent viloyati Bekobod shahrida tavallud topgan. Ko'p karra O'zbekiston chempioni. 2007-yil Ozarbayjon poytaxti Baku shahrida bo'lib o'tgan yoshlar o'rtasida jahon chempionati bronza medal sohibi. 2013-yil Butunjahon Universiadasi kumush medal sohibi. 2015-yil Tailandda bo'lib o'tgan kattalar o'rtasida Osiyo chempionati kumush medali egasi va 2016-yil Rio Olimpiadasi g'olibi. Professional boksda 10 ta g'alaba va bitta mag'lubiyati bor. Fazliddin aka, Rioda, Braziliyada Olimpiada chempioni bo'lib, tilla olgansiz. Bokschilarimizning turnirdagi ishtirokiga chiroyli yakun, oltin medal. Terma jamoamiz safida. Shundan keyin katta karyerangiz boshlangan desa ham bo'ladi. Yani biz 2002-yillar, 2001-yilda boksni boshlaganman. 20 yildan ko'p o'tdi. Boks bilan shug'ullanib kelyapmiz. O'zi katta boks o'sha boksga kelganimizda boshlanib bo'lgan. Yo'q, mana Rioda tilla olganingiz sizga taniqli bergan deb bu kuchli, to'g'rimi? Alhamdulillah. Instagramda o'sish, prezident bilan uchrashuv, nima sovg'a qilishgan sizga? Bizga ko'paytir Malibu sovg'a qilgan. Malibu, yana $200 ming asosiysi shu. U ham berishgan. Eng asosiysi biz yurtdoshimiz bilan ko'rishganmiz. Keyin o'zlari qo'lidan unvon olganmiz, O'zbekiston iftixori. 200 ming yana uy berishgan, ha? Ha, endi ko'p narsa berishgan. Xudo shukr, bizda O'zbekiston yaxshi. Xudo sportchilar qo'llab-quvvatlaydi, yaxshi. Qarang, o'shanda katta ko'tarilish bo'lgan. Hozir qarayapman, nimagadir shunaqa tuyulyapti, что siz qanaqadir tinchlanib qoldingiz. Nimaga? Nima planlar mana? Ko'rinmayapsiz deydi, ko'p kishi ko'rimsiz bo'laman, shunga ham balkim tushungan. Nima planlar keyin? Bu planlar bormi yo bo'ldimi? Pulni bosdingiz endi. Yo'q, mana hozir o'tgan yil avgustda, 2-dekabrda professional boksga tushdim, o'zimizda xumor edi. Endi yana hozir fevralda boks deyapti, yana bo'y bor deyapti. Ko'ramiz, hozir endi bir 2 yil tanaffusdan keyin endi boshladik hozir. Ha, 2 yil tanaffus bo'ldimi? Ha, ozgina shu nima qilganda endi. Nimaga? Endi Amerika dedim-da men. Keldik, yoqmadi. Mana 1 yilda bitta bo'y o'tkazadigan, ikkita bo'y o'tkazadigan bo'lib qoldik. Sen dangasa bo'lib qoldik to'g'risi. Buni hozir yana yaxshi oldi, xudo xohlasa. Qaytyapsizmi? Ba'zan shina muxtar akadashlar. Internetda ko'rgandirsiz, Shahram Giyasi bilan Shohjahon Ergashev. Kimga balet qilasiz, kim yutadi deb o'ylaysiz? Agar bu bo'y bo'lsa. Endi Shahram ukam, men endi ko'p kishi xabari bor, men Buxoroda 7 yil yashaganman. Avvalo bu sport, bu sportning interes bo'lyapti. Shohjahon ikkalasi ham o'zbek, vatandoshimiz, hamma noto'g'ri tushunishi mumkin. Yo'q, shaxsiy fikringiz, shaxsiy. Endi shaxsiy fikrim o'sha tushuntirib o'tkazsam maylimi, deb aqllilar ko'pda. Ha, bo'ldi. Ikkita o'zbek, u ham chempion, bu ham chempion, mana da ikkalasi ham vatandoshimiz, sportchi, ikkalasi ham mahorati bor. Hammaga qiziq bu. Buni to'g'ri tushuninglar. Shahram Shohjahon bo'lib ketgan hozir. Sportning interes. Bizga ham qiziq, masalan, bokschilarga tushsin, tushmaydi deyapti. Tushundik, kimga siz? Endi men Shahram aytyapman, 7 yil men Buxoroda yashaganman. Shahramga. Ukam meni. Siz ikkinchisiz, Hasanboy ham Shahramga dedi. Yo'q. Bahodir aka. Bahodir aka. Mana bunga bermagan tashla. Bermadi bu savol. Internetda ko'rgandirsiz, Shohjahon Ergashev, Shahram Giyasi bo'yi. Men aytmayman kimga aytgan. Kim yutadi deb o'ylaysiz? Hozir gapni Конечно. Yo'q, Hasanboy ham, bular ham Shahram Giyasovga. Sizchi? Men Shahram yutadi. Siz ham Shahramga. Xudo xolasa. Endi Ya u yutsin, bu yutsin. Ikkalasi ham o'zbekku. Lekin biz shaxsiy fikringiz prosta. Shaxsiy fikrim, men Shahram bilan biz yoshlikdan aka-ukaday do'st bo'lib kelganmiz. Shohjahon bizdan katta vozifada bo'lgan. O'shaning uchun baribir o'zimizda do'stimizni tarafdan oldik. Lekin Shohjahon bilan bir urishsa men bir. Ana shuni qochtirib Ronaldo bor. Boshqa bilan urishsa nima? Yo'q, Liboyga so'ra, shuni ayting. Yo'q, men aytyapman, Shohjahon bilan. Shohjahon bilan Shahram urishsa Shohjahon javob bo'lasan. Yo'q, akam ne deyapti? Shahram Shohjahon tushishiga menga interes emas, menga ko'proq fazla gaplar tushishiga. Men buni ham tushuningda. Mana bu yerda qolib narsa bo'ladi. Bizda promotorimiz bilan bitta Shahram. Shahramga hech qachon biz menejerdan pul bermaydi. Mana savodni aka, mana tayyor. Siz
Promotor bo'ladi. Shimi ko'ra. To'xta. Ya promotor bo'lsin. Promotor boksyor bo'lish shart emas. Buni bo'lsa bo'ldi. Ha, ya. Bo'ldi, unda vizir tashiy Shahramga. Shahramga? Shohjahonga. Ikkalasiga ham. To'lqin aka, men bulardan so'rayapman. Mana Shohjahon bilan Shahram Giyazov internetda bo'yinab bivich qilishdi. Bo'ladimi, yo'qmi bilmayman. Kimga balez qilasiz davomli? Yo, men endi Shahram kecha shogirdim-da, endi Shohjahon ham shogirdimiz. Endi Shahram meni bolalarim bilan, mana shu meni radno shogirdlarim bilan ko'z oldimda katta bo'lgan bola. Shu, конечно, Shahramga balet qilaman. Shohjahonni balet qilgan o'zini yaqinlari bor. Men endi Shahramga balet qilaman. Buni noto'g'ri tushunmaylar yana. Har xil intrigalar bor. Bu sportning interes, chista. Shunday. U nima edi? Shohjahonga boshqa bilan tushganda Shohjahonga balet qilamiz. Mana boshqa davlatlar. Ularni ikkalasida. Ikkalasida men Shahramga balet qilaman. Bu endi uni Shohjahon ham biladi, Shahram ham biladi. Zalda yarmi Shohjahon bor. Yarmi Shahram bor. Shunaqa uni nima deyilmaydi hech qachon. Yarmi Shohjahon. Fazliddin bilan Shohjahon tushsa, lekin siz Shohjahonga biz tashyapsiz. Fazliddin bilan Shohjahon tushsa ham Fazliddinga balet qilaman. Qani albatta. Bilib olar shu. Mayli. Bo'ldi, xo'p, tugatamiz. Hamma glavni O'zbekiston bayrog'i ko'tarilsin. Bo'ldi, xo'p, tugat. Fazliddin aka, yo'lini boshlayotgan boksyor, sportsmenligi, qiyinchilik ko'rayotgan endi yo'lni endi boshlaganligi chin qalbingizdan olimpiyskiy chempion bo'lib turib, uje nima tavsiya bergan bo'lardingiz? Boyagi Shahram bilan nima Shohjahon tush qiyin-da. Bu yerda promotorskiy nimalar bor-da, xo'jayin Shahramni o'zi emas. O'zini promotori-da. Masalan, Shohjahonga aytgandir promotori, "Davay, bos tushiramiz" deb. Bizniki ko'rish qiyin-da. Mana Shahramni promotori. Bu svobodniy. Bu o'ziga o'zi xo'jayin. Shohjahon aka, vizov, mana vizov. Shahram aka deyapman. To'g'ri aka. Nima bor-ku? Mana bo'yda organizatsiya qiladigan bularda Shahram Shohjahon bo'lyapti-yu. Mana sizlar savol bo'ladi-yu. Savol bo'lyapti-yu. Bo'y bo'lib ketadimi nima? Promotorlarga boradi. Shahram Shohjahon baribir. Interesliroq. Keyin yutorsa ikkalasida bittasi. Yo'q, tushsa keyin boshqacha bo'ladi. Agar ofitsialni kelishuvga erishsa, bizga ani chiqarib berasiz. Platilite kamera. Mana qarang, ofitsialniy mashqqa qarab vizov tashiy, unda Shohjahon ergashib, men sizlar uni vizib tasharga. Vizib ketdi-ku. Bo'ldi, vizov. To'g'risi qiyin o'yamiz mana. Mayda ber. Aytayapman, kim vizib tashsa, mana biz har doim tayyor. Sizdan yo'lini boshlayotganlarga tavsiya chin yurakdan. Qiynalib yo'lini boshlab. Siz ham yo'qchilikdan chiqqandirsiz. Yo'qchilik alhamdulillah, borchilikdan chiqqanmiz biz. Yo'qchilikdan emas. Men aytayotganim, endi hamma noldan ko'tarilib 5-6 odam yashab. Qiyinchilik bo'ladi. Hammasi o'z ba'da bironta boyda bolasi yo'q. Hammasi o'ziga to'g'ri, lekin Xudoga shukr, dadam rahmatli. Nima deydi, qoraqozon qaynagan, ustimiz bit bo'lgan, nima kerak bo'lsa uyda qornimiz to'q bo'lgan, hammasi bo'lganda. Shuning uchun 200 ming dollar yotmagandir-da o'sha. Endi aytmoqchi bo'lganim, hech qachon ota-ona bolasini och qoldirmaydi. To'g'ri, menda bir boshqa bolalarga o'xshagan ko'p sharoit bo'lmagan, lekin biz chidadik, shu narsaga navbat qilinmadi, ko'p ham menim yo'q, bunim yo'q, sharoit yo'q. Chidadik, ustoz aytganini qildi, ota-onani hurmat qilib, duosini olindi. Men to'xtab tur, gap olayman. Qarachi, yosh bokschilarga deyapman. O'zbekistonni o'sha ikkita zo'r tushsa, agar o'zi ikkita o'zbek zo'r tushsa, butun dunyo ko'radi. Boksyorda gapini mana gapim bo'laveradi. Butun motivatsiya bo'ladi. Fazliddinga ham Shohjahonga. Bilmayman. Vizov tashiy, mana kimga vizov tashyapsiz? Kimga tashlayman? Mana aytayapman, mana bunga ham. Bu просто yaqinda jahon chempionati bor. Tejaloves yo'q boshqa. Mana men endi biz Tejaloves orqamizdan keladigan kichkina ukalarimiz. Biz faqat urishamiz. Hozir sportning internet faqat jahonni olsangiz, undan yangi uровень ko'tariladi. Endi bu Olimpiyada bor. Keyingi yil уже olimpiyskiy yil. 2024 Parij, 23damiz hozir. Bo'ldi. Tavsiya berasizmi boshqa? Tavsiyani dabdala qilding boring. Dabdala qilding tavsiya. Bir o'ylab gapirdim. Shu ustoz aytganini qilib, ota-onani duosini olib, ularga nima deydi? Vaqt yozib, vaqtda turinglar. Ko'p ham telefon shug'ullanmanglar. Shu hozir nima desam bo'ladi? Hamma sportda ham coach. Hamma sportda ham qiyinchilik bo'ladi. Kubadan. Kuba. Esa.
Yani tavsiya bering, ko'chada misol uchun men turibman, menga tashab qolishdi. Qanaqa udar bering? Yaxshiroq. Keyin baloga qolaman-ki, men borib mana burada deb. Urushmanglar ko'chada. Ko'chada biz to'g'risi ishgalga chaqirishganmi sizni? Yo'q, rosa hozir o'zim chaqiradi. Hozir ham ishgaldan ketyapman. Pulga borasiz. Pulga borasizmi, pul berishsa? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Bizda ishgalga duch kelgan joyga bormaysiz-ku siz. Pulga va o'rtoq tortishib qolgan bo'lsa borib, uni borib kelishtirib qo'yamiz bo'ldi. Agar iltimos. Oxirgi marta qachon ko'chada urishdingiz? Ko'chada urushib katta bo'lganmiz. Hozir ham kelishmovchilik bo'ladi. Yana chiqishga yaxshi nima deydi, muomalani qilib chiqib ketamiz. Hozir urushib bo'lmaydi. Hozir endi boksyor odam baribir bilmasdan jahl ustida urib borasiz. Mana sinib yo bir nima qilsa, butun umrga keyin baribir sizda bir nima bo'ladi-da baribir. Kerak emas. Urushmanglar sportchilar. Siz ham sportchiga o'xshayapsiz. O'xshamayman. Fazil aka, rahmat, omad ishlaringizga. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan murabbiy Ro'zaxunov rahmatullohi aka. Rahmatullohi aka. Birinchi savolim. Siz 86-yildan beri boksdasiz. O'zingiz ham boksyor bo'lgansiz. Undan keyin trenersiga o'tib ketgansiz. 86-yil o'tganman. 86-yil o'tgansiz. Hayotingizni boksga tikkan insonsiz. Iboya ham menga aytdingiz, hayotimni boshidan boshlasam ham shu boksga baribir kelardim. To'g'ri. Nimaga O'zbekistonda boks maktabi unaqa kuchli? O'sha sizni paytlarda Artur Grigoryan, Ruslan Chagayev o'tirishsa bemalol. Bemalol. Ularga qaramang. Chunki o'zbek boksi o'zi oldindan juda ham kuchli bo'lgan. Mustaqillikdan keyin undan ham kuchayib ketdi. Ayniqsa Rio Olimpiadasiga keyin qancha sportchilarimiz, 3 ta sportchimiz oltin medal oldi va butun dunyo bildi o'zbek boksining kuchliligini. Va shu kuchliligidan man degan Angliya boks chiqqan joydan O'zbekistonga kelib Yevropadan oldin, ya'ni Olimpiadaga litsenziya shu o'ynaladiganlardan oldin kelib O'zbekistonda shug'ullanib ketdi. Xo'p, bular sovg'a qilishganmi sizga? Ha, sovg'a qilishgan. Nima sovg'a qilishgan? K5 mashina sovg'a qilishgan. K5. O'zingiz haydaysizmi? O'zim haydayman. Bo'ldi, rahmat aka. O'zini yo'lini boshlayotgan luboy sportsmen yoki boksyorlarga nima tavsiya bergan bo'lardingiz? Prям chin ko'ngildan. Chin ko'ngildan tavsiya bergan bo'lardim. Avvalambor nafaqat sportda, boshqa narsada ham davlatimizga, vatanimizga naf tegish kerak. Do'stlar, intervyuimiz o'z nihoyasiga yetyapti. Juda ham qiziq material bo'ldi, meni fikrim bo'yicha, lekin bu videoda ko'pgina zo'r boksyorlar chiqa olmadi. Sababi vaqtimiz yetmasdi. Murodjon Ahmadaliyev, Shohjahon Ergashev, Shahram Giyosov va yana ko'pginalar. Agar bu intervyu sizga yoqqan bo'lsa, boksyorlar haqida ikkinchi qismini albatta suratga olamiz. U uchun bu video 50 mingta like yig'sa, ikkinchi shunaqa video qo'yamiz, qiziqroq. Albatta. To'lqin aka, sizdan o'zini yo'lini boshlayotgan sportsmen, boksyor, o'zini yo'qotib qo'ygan, qiyinchilikda bo'lgan insonlarga nima tavsiya bergan bo'lardingiz? Chin ko'ngildan. Birinchi navbatda ishonch, o'ziga ishonch. Odam oldiga maqsad qo'yib, ishonib harakat qilsa, u shu maqsadiga tez nima qiladi. Unda maqsad bo'lmasa, boradigan manzili bo'lmasa, u bunisidan ham quruq qoladi, bunisidan ham qoladi. O'shaning uchun определить qilish kerak. Odam shu boshlanayotgan bokschilarimiz ham birinchi navbatda shu narsani bo'yniga olib boshlash kerak ekan. Nimani? Disiplinani bo'yniga olish kerak. O'sha aytilgan narsani boksda nima qilish kerak bo'lsa, eng tez cho'qqiga chiqish kerak bo'lsa, shuni qilish kerak. U ortiqcha narsa. Unday qilsam bo'ladi, yoshligim o'tib ketyapti, bunday qilsam bo'ladi, unday qilsam bo'ladi, ko'chada yursam bo'ladi, unday qilsam u narsa ipa. Ko'plar aytadi, ko'plarda bo'ladi-da, yoshligim o'tib o'ynab qolishim kerak, yurib qolishim kerak unday. Unday bo'lsa boks sportni tashlash kerak. Luboy sportda shunday. Bo'lmasa sport qilish kerak, bir narsadan voz kechish kerak. Shu maqsadi sari mana shu boshlab turib, yana o'xshamay turib tushkunlikka tushganlar hech qachon sinmasin. O'ziga ishonsin, yana qaytadan harakat qilsin. O'shandan ham kuchli bo'lib, boshqacha bo'lib yo'lga tushadi o'sha ishi. Chunki u narsani o'zida o'tkazgandan keyin atrof muhitni ko'radi, kimligini ko'radi, nima qandayni qilsa qanday bo'lishini ko'radi-da, shu narsa tajriba bo'lib qaytib keladi. Ho'y, mana shunaqa gap
To'lqin Qilichev O'zbekistonning eng taniqli va eng kuchli trenerlaridan biri, ularni boksyorlari, mana shunaqa bokschilar haqida video bo'ldi. To'lqin aka, bizda tanlov bo'lib o'tadi har doimgidek. Bizdan shart, sizdan sovg'a nima sovg'a qilsa bo'ladi? Boksyorskiy перчатка 4 ta olimpiyskiy chempionimizning imzosi bilan. Shaxsan o'zingizdan. 5-inchisi sizniki bo'ladi. Inshaalloh. 5-inchisi bizniki bo'ladi. Şartımız mana 17-fevral kuni Bolgariyada Stranja turniri bo'lib o'tadi. Bu jahon chempionati, Osiyo chempionatidan keyingi xalqaro turnir, dunyoda birinchi o'rinda turadigan xalqaro turnir. O'sha yerda ikkita chempionni aytib bersa, muxlislarimiz ikkita chempion kim bo'lishini topib bersa, o'sha sovg'a o'shanga bo'ladi. Birinchi topganga. Chunki u yoqda Hasanboy Do'smatov, Bahodir Jalolov, hamma bizni lider bokschilarimiz jang qilishadi. Bo'ldi, o'zingizlarning variantinglarni shu video tagida YouTube'da izoh qilib qoldiringlar. Eng yaqin bo'lganini To'lqinga tanlab, sovg'ani berib, shartda ham o'zlari aytib yordilar. Shartda sport qilib o'tirmaymiz mayli. O'zim sovg'a qilaman. Sovg'ani ham aytdilar, shartda ham o'zlari aytib yordilar. Bo'ldi. Kelishdik. Biling biz Amir Temur avlodimiz, Navoiyning shirin farhodimiz, munosib bo'laylik do'stlar. Bibi xonim beshigimiz tebratgan, Mirzo Ulug'bek yulduzlar ko'rsatgan, munosib bo'laylik do'stlar. Termiziylarning ruhi qo'llanmoqda, qaranglar kundan kunga gullanmoqda.